Uzcard va Humo hamda Visa Mastercardlarning asosiy farqlari nimalardan iborat? Har bitta tizim o'ziga yarasha individual auditoriyaga ega va o'sha o'zini produktlarini talab qiladi. Bankda o'rni juda katta. Bankda o'rni chunki hisob raqami bilan ishlash, pullarning harakati bu banksiz bo'lmaydi. Lekin sun'iy intellekt ayni vaqtda odam berayotgan ishni qilib bermaydi, odamga yordamchi bo'lib beradi. Mutaxassisga bo'ladigan talab hali ham bor deb o'ylayman. AI dan qo'rqish kerak emas, uni o'zimizga hayotda tatbiq qilib, imkoniyatlaridan oqilona foydalanish kerak xolos. Xarajatsiz harakat nolga teng. Bu bozorda yanada rivojlanishga o'sha kontaktsiz to'lovlarni kengayishga yordam bo'ladi. Fintech bora-bora bu ekotizimlarga aylanib ketish kerak. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, siz bilan Fintech Gap podkasti va bugun barchaga qiziq bo'lgan bir mavzuni muhokama qilamiz, ya'ni milliy to'lov tizimlarimizning o'ziga xosligi va uning kelajagi qanday bo'ladi. Mehmonlarimiz esa Uzbek Fintech loyiha rahbari Otabek Abdullayev hamda Uzcard strategik loyihalar rahbari Abduhamid Usarov. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Barchaga qiziq bo'lgan bir mavzuni o'rtaga tashlaymiz. Bu juda sodda savol ko'rinishi mumkin, lekin ko'pchilik bundan xabari yo'q. Ya'ni Uzcard va Humo hamda Visa Mastercardlarning asosiy farqlari nimalardan iborat? Yaxshi savol. To'g'ri, savol oddiy bo'lishi mumkin, lekin bir tomondan oddiy, bir tomondan sal tushunchasi keng. Вообще O'zbekistonda umuman olganda to'lov tizimi, processing tizimi o'ziga xos yo'lni bosib o'tgan. Birinchi qadamni Uzcard qo'ygan bo'lsa agar, ikkinchisi Humo. Siz aytgan orasidagi farq bu geografik asosan. То есть Uzcard bilan Humo bu faqat O'zbekiston hududida amal qiladi. Visa Mastercard esa bu xalqaro to'lov tizimlari. To'g'ri integratsiya bor milliy tizimlar bilan, lekin asosiy uni farqi O'zbekiston bilan va jahonda ishlatish farqi hisoblanadi. O'zbekiston o'ziga xos bir yo'li bor. Ular asosiy protsessing O'zbekistonda bo'lgani uchun ichki to'lovlar tizimini, acquiring deydi, boshqasini deydi, asosan shu to'lov tizimlari boshqaradi. O'ziga xos xususiyati shundaki, biz ikkilamchi to'lov tizimimizga ega. Bu birinchisi shu частный Uzcard va shu Humo markaziy bank tomonidan tashkil etilgan bo'lib, ularning o'ziga xos yo'nalishi bor. Va bular hozirgi paytda hozirgi kunga kelib kundalik turmushimizga chuqur kirib borgan. Meni fikrimcha, bularning o'ziga xosligi shundan iborat. O'sha birinchidan bu to'lov tizimlari ichki imkoniyatlarni olib qilgan holda qilingan. Bular asosan shu milliy moliyaviy mustaqilligimizni ta'minlash, bezopaslik nuqtai nazaridan boshqa tashqi omillarni olgan holda bu ichki milliy tizim ishlab kelyapti menimcha. Sizning fikringiz qanday boradi? Endi Uzcard, Humo va O'zbekistondagi ikkita to'lov tizim prosessingi va solishtirayotganimiz ikkita Amerikada joylashgan Visa va Master to'lov tizimlari bo'ladigan bo'lsa, bular to'rtalasi ham xususiy hisoblanadi. Humo ham yaqinda nima deydi? Xususiylashtirilgan. Amerikada ham ikkita katta global katta tizim bor, lekin ular butun dunyoda ishlaydi. O'zbekistonda Humo va Uzcard bular endi hozir chet atrofimizdagi davlatlar bilan boshqa davlatlar bilan integratsiyalar, har xil qo'shma loyihalarni amalga oshirib, ular ham globalga chiqishi oldilariga maqsad qilib qo'ygan, asosan o'sha integratsiyalar orqali. Bu bir-biriga o'sha o'xshash tomonlar deb oladigan bo'lsak, Otabek aytib o'tganlaridek, asosan infrastrukturasi Uzcardniki ham Humoniki ham O'zbekistonda joylashgan. Masalan, xorij bilan nima deydi, tarmoqda yoki qanaqadir uzilishlar bo'lib qoladigan bo'lsa ham, bu uzilishlarga juda ham ustuvchilik deydi, o'zbekchasiga qanaqa? Bardoshliroq hisoblanadi. Bu birinchi o'sha farqi hisoblansa, undan keyingi farqlari umuman masalan loyiha deb oladigan bo'lsak, bir biznes deb oladigan bo'lsak, hech qaysi bir biznes bir-birini takrorlamaydi. Uzcard masalan Visa Masterni takrorlamagan yoki Visa Master Visani takrorlamagan, har bittasi o'zini maqsadli auditoriyasi bor va o'zini bir ajralib turadigan vazifalari, nima deydi, qiymatlari bor. Xuddi shunaqa Uzcard bilan Humoniki ham
bir-biridan ancha nima deydi, ayrim servislari, ko'rsatilayotgan xizmatlari, tranzaksiyalarni обработка qilishi, banklar bilan bo'ladigan shartnomalari, tariflari va vaholanki o'sha nima deydi, oxirgi foydalanuvchi o'zi karta держатель deydi, unaqa karta egalariga ko'rsatilayotgan xizmatlarida ham o'z farqlari bor. Shu nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsak, masalan, Uzcard va Humo O'zbekistondagi mavjud ehtiyojlardan kelib chiqqan holatda servislarni taqdim qiladi. Visa Master bular o'sha o'nlab yillar oldin, o'nlab degan masalan 40-50 yildan beri rivojlanib kelayotgan o'sha eng nima deydi, best practiceslarni boshidan o'tkazgan tizimlar hisoblanadi. Ularda ana polkasidagi produktlarni, ular o'sha odamlarga berayotgan servislarni, xizmatlarni agar rang-barangligi deymizmi, xilma-xilligi deymizmi, ularni ko'radigan bo'lsak, ular juda ham katta potensialga, katta bazaga ega. Masalan, ayrim Visa Master shunaqa servislari borki, O'zbekistondagi regulatorikaga tushmaydi. Tushmagani uchun ular u produktlarni O'zbekistonga olib kelmaydi. Olib keladigan bo'lsa, masalan, odamlarda u produktlarga ehtiyoj bor yo'qligini, masalan, nima deydi, qanchalik mos kelishini ular oldin o'rganadi, keyin o'sha regulatorikaga mosligini ta'minlaydi, taklif qiladi va bosqichma-bosqich olib kirishadi. O'zbekistonda Visa Master unaqa ko'p vaqt bo'lmadi, ofitsialni o'zini ofisini ochib, bu yoqda ish boshlashganiga. Shu paytgacha ular ayrim setlarda, ayrim banklarni Visa Master tarmoqlariga ulangan terminallaridagina, bankomatlaridagina ishlagan. O'xshashlik tomonlari bular o'sha ikkalasi ham o'sha terminalda yoki e-com oplatalar bo'lishi mumkin. E-com degani o'sha internet orqali oplatalar bo'lishi mumkin. Oddiy ko'z bilan qaraganda bular hammasi bir xil ishni bajarayotganga o'xshaydi, lekin aynan bajarayotgan o'sha sohalari yoki bajarayotgan xizmatlarning turlariga qarab turib farq qiladi. Masalan, Uzcardda bor bo'lgan servis Visa Masterda bo'lmasligi mumkin, yoki Visa Masterda bor narsa Uzcardda yoki Humoda bo'lmasligi mumkin. O'shaning uchun bular odamni ehtiyojiga qarab turib tanlanadi. Xuddi masalan, bozorga borib kiyim olganda kiyim razmeri hammaga har xil tushishi, rangi tushishiga qarab masalan solishtiradigan bo'lsak, bu ham xuddi shunga o'xshagan narsa. Har bitta tizim o'ziga yarasha individual auditoriyaga ega va o'sha o'zini produktlarini targ'ib qiladi. Taqqoslab bo'lmaydi ularning hech birini va o'ziga xos jihatlari bo'lgani uchun ham shunday farqlarni ko'rsatib beramiz. To'g'ri. Lekin hammasini bitta umumiy maqsadi bor, bu o'sha to'lovlarni o'tkazish, unbanked segmentdagi o'sha banked bo'lmagan auditoriyadagi pullarni, aylanmalarni o'sha qulaylashtirish, sifrovizatsiya qilish, odamlarga yangidan yangi qulayliklarni olib kelish. Bu tomonda ular bir-biriga hamkor hisoblanadi va bir-birining to'lovlari bir-birining infrastrukturasida o'tishi mumkin. Tushunarli. Juda zo'r tushundim, juda chiroyli tushuntirib berdingiz. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, Visa va Mastercard Rossiyani tark etganida milliy tizim ishlashda davom etdi. Aytingchi, Uzcardni shunday tashqi xavflarga qarshi sug'urta deb aytish mumkinmi? Albatta. Uzcard 2004-yilda masalan ishlash boshlagan bo'lsa, avvalo 2011-yilgacha Duet degan platforma, Duet platformasida ishlagan. Ya'ni Uzcarddagi karta offline rejimida ishlagan va ayrim biz O'zbekistondagi hududlarda internet setlarni, tarmoqlarni yaxshi to'liq rivojlanmaganligini hisobga olgan holatda o'sha joylarda offline rejimda ishlaydigan, o'zini kartani ichidagi bazasida limitlarni saqlay oladigan kartalar bo'lgan, chipta bo'lgani sababli va zagruzka qilib yurgan. Esingizda bo'lsa, bankomatga, infokioskaga, terminalga tiqib oyliklarni zagruzka qilib olishardi-da, o'shandan keyin pul ishlatishardi. Terminallar ham xuddi shunaqa bo'lgan. Borib keyin bankomatlarga o'sha terminallarni, ustroysalarni bankka olib borib zagruzka qilib, keyin o'sha shotiga pul tushirib olishgan. Bu o'sha davrdagi platforma hisoblansa, 2011dan keyin Uzcard onlaynga o'tdi. Onlaynga o'tgandan keyin o'sha pul tushishi ham, pullarni yechib olinishi ham hammasi o'sha real vaqt narxasida, real vaqt tizimida o'sha ishlashni boshladi. Endi savolingizga qaytadigan bo'lsak, demak, Visa Master O'zbekistonga kirishdan oldin Uzcard ishlagan bo'lsa, bundan keyin ham Uzcard bemalol ishlay oladi. Faqat cheklangan ayrim sabablar bo'lishi mumkin. Bu masalan chet elda ochilgan Visa karta yoki Mastercard O'zbekistonda ishlamay qolishi mumkin, lekin O'zbekistonda ochilgan Visa Masterlar O'zbekiston ichida lokallashgani uchun bu narsani O'zbekistondagi banklarga Uzcard bu xizmat ko'rsatib bera oladi. Boshqa davlatlarni to'lov tizimlari
biznikini qadrini qanchalik ko'rsatib beradi, nima deb o'ylaysiz? Yaxshi savol. Men oldin aytmoqchiman, shu Jaydar tilida tushuntiring deganingizga. O'zi UzCard bilan Humonni bir temir yo'lga o'xshasa bo'ladi. O'sha temir yo'lda ikkita yo'l bor. Bittasi UzCard, bittasi Humo. Barcha infrastruktura shunda qurilgan. Chunki hammasi shu ikkita yo'l bo'lsa, ham Humo ham parallel ketaveradi. Hech kim bir-birini to'ldiradi. Hech qanaqa orada katta farq yo'q, lekin shu ikkita temir yo'l bo'lmasa agar poyezd yura olmaydi. То есть jami o'sha qurilgan bank sistemasi naqdsiz to'lovlar aynan jismoniy shaxslar uchun aytiladigan bo'lsa, 30 milliondan ortiq kartalar chiqarilgan. Endi tasavvur qiling, shuncha katta bozor, shuncha katta foydalanuvchi ma'lum bir manbaga tayinishi kerak asosga. Siz aytgan masala bu juda ham muhim. Har bizda aynan bitta narsasi bor. Ikkita processing tizimi borda. Shu UzCard bilan Humo. Ko'p davlatlarda e'tibor beradigan bo'lsak, ularda bitta asosan bo'ladi. Masalan, Hindistonda RuPay, Xitoyda UnionPay, Rossiyada Mir sistemasi asosan bitta hamma yoqda. Bizda o'sha asosiy bizda farqimiz shundaki, bir-birini to'ldiradi. Birinchidan, ikkinchidan o'sha o'zaro raqobat muhitini yaratadi. Bu aynan o'sha karta tutadigan iste'molchilarga juda ham muhim. Ularni texnologiyasi har doim bir-biri bilan raqobatlashib, ularga yaxshi servis berishni boshlaydi. Siz aytgan savolingiz bo'yicha menda Visa, Mastercardga nima deydi, parallel ravishda yoki unga alternativ bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham kerak. Ko'p davlatlarni bilamiz, o'sha agar o'zida protesting bo'lmasa, Visa, Mastercard kirib o'zining tizimini yaratadi. U odatda o'sha davlat moliya tizimida ozgina xavf tug'diradi. Chunki bu aynan moliyaviy mustaqillikni ham ma'lum bir faktorlarga ta'sir qiladi. Shu uchun albatta har bitta davlatda, xususan O'zbekistonda bunaqa tizimni bo'lishi, unga muqobil tizim yaratish va xohlagan paytda ichki imkoniyatlardan kelgan holda ichki iste'molchilar birinchi o'shalarni nima deydi, ehtiyojdan kelib chiqqan holda taklifni berish kerak bo'ladi. Bu borada sizning fikringiz qanday? Yaxshi, Otabek aka juda ham yaxshi ajoyib tushuntirib berdilar. Biz ham qo'shimcha qilishimiz mumkin bo'lgan narsa nimadan? Endi har doim buni raqobat deb turib ko'rish kerak emas. Bu hamkorlik deb olsak to'g'riroq bo'lardi. Masalan, O'zbekistonda hozirda aktivni faol ishlab turgan bizneslarning soni masalan 500 mingga yaqin bo'lsa, undan da ko'proq potensial bor O'zbekistonda. 2x, 3x, 4x ga ko'tarish bo'yicha. UzCard bilan Humo hozirgi kunda men o'ylashimcha oldiga qo'ygan eng ustuvor bir nima deydi, maqsadlar, vazifalardan bittasi o'sha birgalikda o'sha bozorni yana ham ko'proq kengaytirish. O'sha to'lovchilarga yaratilayotgan imkoniyatlarni yana ham bir kattaroq ko'lamga oshirib, o'sha eng o'sha chetga hududlargacha o'sha servislarni olib borish, to'lov xizmatlarini olib borish. Men o'ylashimcha juda ham bir yaxshi anaqalarni aytdi, misollarni aytdilar. Masalan, Rossiyadagi o'sha NSPK, Mir, Hindistondagi RuPay, Xitoydagi UnionPay, masalan Koreyada ham o'zini, Singapurda masalan o'zini platformalarini qilishyapti. Oddiy misol, masalan Hindistondagi RuPayda hozirgi kunda 1 milliarddan oshiq karta bor. U juda ham katta platforma qilishgan. To'g'ri, ular ham Visa bilan, Master bilan integratsiya qilishgan, tashqaridan boshqa servislar kirib kelyapti. Masalan, Alipay yoki shunga o'xshagan boshqa tizimlar masalan integratsiyalashgan, kirib borgan. Qanaqadir bir qadriyatlarni agar umumlashtiradigan bo'lsak, bu tizimlar nima deydi, transchegaraviy to'lovlarni bir-biriga o'tkazish uchun yokida davlatlar o'rtasida bo'ladigan savdo aylanmalarini bir yangi bosqichga olib chiqish uchun va ayrim xarajatlarni kamaytirish uchun juda ham yaxshi nima deydi, instrument deydi, o'zbekchasiga anaqa vosita hisoblanadi. O'shaning uchun bular agar qaysidir davlatda, qaysidir regionda, qaysidir to'lov tizimi oqsasa degan anaqa orqada qolishni boshlasa, boshqa tizimlar borib ularga yoki yordam beradi yoki ularning bir qismini to'ldirib o'sha bozorni boyitib beraveradi. Bundan keyin masalan hozir 2025-yil mana 4-kvartal bo'lsa, boshlanayotgan bo'lsa,
keyingi pokoleniya nima bo'ladi? Mana masalan hozir biz bilamiz, avlodlar teoriyasi deydi, hozir zoomerlar bo'lsa, qaysidir to'lov tizimlari yoki bank tizimlari masalan baby boomerlarda yaratilgandir yoki X, Y masalan pokoleniyalar bor. U avlodlarda yaratilgan bo'lgan, ularga mos bo'lgan ular xohlayotgan ularga mos bo'lgan taklifni berishganda, bundan buyog'iga mana masalan kelajakda, yaqin kelajakda shunaqangi takliflarni kim ishlab chiqsa, zoomerlarga mos bo'lgan yoki undan keyingi pokoleniyaga mos bo'lgan taklifni kim ishlab chiqsa, o'shalar bozorga yana ham ko'proq chuqurlashib kirib boraveradi. O'shaning uchun bu yoqda qadriyatlarning aralashuvi degan narsa bor. Ilgari so'z bo'ladi, globallashuv degan so'z bo'ladi. Mana shu globallashuvni ta'siri faqat mana boshqa qadriyatlarda emas, to'lov tizimlarida ham seziladi. Shuning uchun bir qaysidir funksionalni bitta to'lov tizimida uzoq vaqt qolib ketadi deb aytib bo'lmaydi. Ilgari masalan 2 yil, 3 yilda ko'chirishgan bo'lsa, o'zlashtirishgan bo'lsa, hozir bu bir necha oylarga, yilga to'g'ri keladi. Shuning uchun qaysi tizimda qanaqa funksionalni ko'rsak, u bizani odamlarga bu mos keladigan bo'lsa, shunga talab bo'ladigan bo'lsa, uni tezroq joriy qilish kerak. Kerak bo'lsa, undan ham yangi bizani odamlarga mos bo'lgan xizmatlarni ishlab chiqish kerak. Bitta qo'shimcha bor edi. Bitta narsani esdan chiqarmaslik kerak. Humo bilan Uzcard bu o'sha milliy valyutamiz so'mda operatsiyalar oshiriladi. Visa bilan Mastercard bu dollar, chet el valyutasi hisobida. Bitta narsa, bu yerda konvertatsiya hisobi bor, komissiyalar boshqacharoq. Aytmoqchiman, mahalliy prosessing tizimi, pul tizimi bo'ladigan bo'lsa, u yerda albatta komissiya kamroq, ichki valyutada bo'ladi hammasi, konvertatsiya masalasi, boshqa masalalar bor. Bu ham juda ham muhim. Chunki to'lovlar qilayotgan paytda har bitta tranzaksiyani qiymati bor, uni tannarxi bor. Qanchalik o'sha masofa kam bo'lsa, komissiya kam bo'lsa, siz beradigan to'lov qiladigan xarajatlar kamroq bo'lsa agar, shuncha u tizimga uchun foydali. U oxirgi o'sha iste'molchi bunga yutadi har doim. Shuning uchun albatta milliy tizim bo'lishi kerak. Muqobil ravishda aytamanki, bu birinchidan milliy o'sha valyutani ham rivojiga hissa qo'shadi. Endi mana shu joyda komissiya bo'yicha Otabek so'z ochdilar. To'g'ri, Visa, Mastercard bu chet el valyutalarida ishlaydi va mana oxirgi yillarda O'zbekistondagi banklar, 20 dan oshiq banklar o'sha chet el o'sha Visa, Master kartalarini qo'llab-quvvatlovchi protsessinglarni o'zlariga o'rnatishdi va ularda ham so'mda ishlaydigan kartalarni chiqarishni boshlashdi. Demak, bozorda ehtiyoj bor, bozorda yangi produktlarga nima deydi, joy bor ekan, demak ular o'sha kartalarni chiqarishni boshlashdi. Bu kartalarni Uzcard yoki Humo kartadan afzalliklarini ko'rib sanab chiqadigan bo'lsa, chet elda ishlashi mumkin. Bu kartalar bir vaqt o'zida masalan qaysidir Visa yoki Masterdagi produktlarda o'zini nima deydi, yangi servislariga ulanishi mumkin. Xuddi shu nuqtai nazardan endi Uzcard va Humoni ham o'ziga yarasha ustunliklari bor. Masalan, Uzcard Humoni xohlagan to'lov tizimi mobil ilovasiga ulashingiz mumkin. Visa Masterda bu imkoniyat yo'q hozircha. Masalan, Klikka, PayMe'ga, Paynetga, shunga o'xshagan masalan 40 dan oshiq to'lov agregatori to'lov tizimlari operatorlar bo'ladigan bo'lsa, ularga ulab ishlatishingiz mumkin ularni. Uzcard bilan Humoni. Bu birinchi tomon. Ikkinchi tomon, komissiyaga keladigan bo'lsa, aynan o'sha O'zbekistondagi so'mda ochilgan Visa, Mastercardlar ham chet eldagi komissiyalar qanaqa bo'ladigan bo'lsa, shunga yaqin bo'lgan komissiyalarni oladi. Bu degani mahalliy Uzcard va Humo kartalaridan terminaldan tranzaksiya qilganda to'lovchiga bu sezilmasligi mumkin, lekin pul qabul qiluvchida bu sezilarli darajada ko'proq komissiya oladi. Chunki ularni tariflari, nima deydi, shartnomalarda bu narsa ko'rsatib o'tilgan. Uzcard to'lov qabul qiluvchiga, Uzcard Humo to'lov qabul qiluvchiga Humo va Mastercardga nisbatan arzonroqqa tushadi. Chunki hozir aytganimizdek, bu platformalar O'zbekistonda infrastrukturasida joylashgan, O'zbekistonda joylashgan. Visa Masterda bo'lsa, bu narsa ayrim holatlarda tranzaksiyalar chet eldan aylanib kelishi mumkin. O'zbekiston ichida o'tgan holatda ham ularning tariflari, ularning shartnomalariga ko'ra Visanet o'sha Masterdagi o'zining tarmoqlariga masalan bitta bankda ikkinchi bankda anaqasiga o'tgan vaqtda Uzcard va Humoni infrastrukturasida o'tgan taqdirda ham ular tariflari Uzcard va Humonikidan farq qiladi. Lekin ular ham o'sha so'mni podержка qilyapti hozir. Даже ayrim banklar oyliklarni ham Visa Masterda berishni boshlashgan. Shunaqa.
eshitgandim. O'zi to'lov tizimlari haqida gap ketganda, albatta Markaziy bankni ham tilga olmasak bo'lmaydi. Aytingchi, milliy to'lov tizimlarimiz va fintexni rivojida bugun Markaziy bankning o'rni qanaqa? Yaxshi savol. Endi bu katta kompleks tarmoq. Bunda baribir ham boshda yo'l tutuvchi, nazorat qiluvchi, oldindan o'yin qoidalarini aytadigan, jami infrastrukturaga javob beradigan bir subyekt bo'lishi kerak. Centerbank, Markaziy bank deymiz biz. Ko'p kishi endi biladi, u regulator, ya'ni nazorat qiluvchi funksiyasiga deb ko'p kishi bilishadi, lekin undan tashqari uning boshqa funksiyalari ham bor. Bu o'sha jami tarmoqni rivojlanishiga, uni kengayishiga, yangi o'yinchilarning kelishiga juda ham muhim. Chunki shunday subyektni bo'lishi juda muhim, chunki bu fintech направленияsi banking har doim yangilikka muhtoj va yangiliklar har doim kiradi va bularni tez amalga oshirish uchun ma'lum bir nima deydi, yo'l boshchi kerak bo'ladi-da. Chunki e'tiborga olsin, bu pul tizimi, demak davlatni strategik sektori birinchi navbatda shu Centerbank litsenziya berish sohasiga aralashsa agar, ikkinchisi shu o'yinchilarni birlashtiradi, orasidagi shu nima deydi, raqobat muhitini yaratib berish kerak avvalambor. Ikkinchi sohada bu Centerbankni, Markaziy bankni hozir deymiz, yangiliklar, texnologiyaga tez ilgarilab ketadi, lekin ba'zi paytda so'nggi iste'molchiga bu narsa deylik, o'sha moshennichество va har xil nima deydi, holatlar kelib chiqadi. Bunda o'yinchilar e'tibor bermasligi mumkin-da. Markaziy bank aynan shu o'yinchilarni o'sha tarmog'ini, o'sha texnologiyasini, infrastrukturani shunga tayyorligini ham ta'minlab berishga shart qo'yadi. Chunki o'yinchilar juda ko'p, fintechda yangi texnologiyalarga ko'p va Centerbank, Markaziy bank bularni nazorat qilish kerak bo'ladi. Lekin bir vaqtning o'zida undan tashqari yangi texnologiyani qo'llash uchun nima deydi, pisochinsa, ya'ni ma'lum bir doiradagi nima deydi, bir o'ziga xos bir joy yaratadiku, yerda yangiliklarni testdan o'tkazishadi. U yerda shu to'lov tizimlari o'zini yangi mahsulotlarni chiqarmoqchi bo'lsa va bu agar bizni qonunchilikda nazarda tutilmasa va hokazo, ular maxsus bir joyga yig'ilib testdan o'tkazishadi. U yerda ma'lum bir talablari bor, ma'lum bir sharoitlari bor. U yerdan maqsadga yetadigan bo'lsa va kelajakda Markaziy bankni shu sohada qonunchilik yaratishiga ham zamin yaratadi. Chunki bu juda ham muhim. Shuning uchun Markaziy bank faqat tekshiruvchi, litsenziya beruvchi emas, balkim tarmoqni silchadigan bir subyekt o'xshatsa kerak deb o'ylayman. Demak, o'rni juda ham muhim. Juda ham muhimda bu boshlanishida oldindan agar qoidalar oldindan aniq bo'lsa agar va uni aniqlab beradigan organ aniq bo'lsa, bu juda ham kerak. Chunki agar bu sohada talablarni oldindan aytilmasa agar va shu sohani rivojiga oldindan ko'ra bilish qobiliyati bo'lmasa juda qiyin, tartibsiz holatda bo'ladi. Shuning uchun ko'p davlatlarda bu narsa bor. Asosan bizda hozirgi paytda shu Markaziy bank bu texnologiyaga ochiq. Bilasiz, yaqinda o'sha fintech sohasini rivojlantirish bo'yicha ancha qarorlar qabul qilishdi. Markaziy bank qo'shdi, endi fintech ofis ochildi, chunki ular tushunyapti, bozorda harakatlanish kerak, har kun yangilik bor, unga siz nima deydi, современный o'sha zamonaviy talablarga javob berish kerak bo'ladi va o'sha aynan igroklar bilan birga gaplasha biladigan bir xil tilda gaplasha bilish imkoniyati juda muhim va Markaziy bank bu narsani har kun qilish kerak. Chunki ba'zi bir texnologiyalar uni amalga oshiraman degancha ko'p vaqt o'tadi-da. Chunki u o'sha vaqtni boy bermasligi uchun Markaziy bankning roli juda muhim. Sizning fikringiz qanaqa? Men fikrim juda ham ijobiy. Markaziy bank oxirgi yillarda qilayotgan yangi o'sha transformatsiyalari, bozorga yangi o'yinchilarni jalb qilish, ular bilan o'sha yangi produktlarni, yangi yechimlarni ishlab chiqishda juda ham bir ochiqlik siyosatiga o'tishgan.
Shunday ekan, regulyator maksimal darajada o'sha bozorga teng bo'lgan huquqlarni, umumiy qoidalarni va ishtirokchilar uchun masalan kerakli bo'ladigan infrastrukturani ta'minlab berishga katta e'tibor qaratyapti. O'sha Ozodbek aytganday, oxirgi masalan vaqtlarda bo'lgan o'sha fintech fintech yo'nalishi nima deydi, juda ham bir isloh qilish, BNPL deydi o'zbekchasiga, qanaqa hozir sotib qo'ying keyin to'la. Qanaqa nasiya savdo deydi. Nasiya savdoga bo'ladigan masalan yangi o'sha qarashlari, odamlar Markaziy bankda shunaqaki, regulyator bo'lgandan keyin faqat bitta tomonni o'ylamaydi-da. Ham oluvchini, ham sotuvchini, ham xizmat ko'rsatuvchini, o'zi hamma o'sha bozordagi holatni o'rganib, ulardan kelib chiqqan holatda nima deydi, bir odilona siyosat yuritishga harakat qiladi. O'shaning uchun ularning vazifasi bu bozorda juda ham nima deydi, o'rinli va ular har doim buni ustida ishlashadi. Endi bozor ikkinchi tomoniga qaraydigan bo'lsak, nima deydi, anaqa ishtirokchilarga qaraydigan bo'lsak, bular qanaqadir produktlarni yasashadi-da, nimadir servislarni bozorga bermoqchi bo'ladi, iste'molchilarga taklif qilishadi. Ayrim holatlarda bu birorta bir qonun bilan yoki qanaqadir bir normativ hujjatlar bilan belgilab berilmagan bo'ladi. Markaziy bank oxirgi yillarda qilgan bitta yaxshi bitta yechimi bu o'sha qumdon deydi o'zbekchasiga, sandbox anaqada inglizchasida yokida ruschasiga pesochnitsa deydi. Shunaqa bir muhit yaratgan. Bu muhitda Otabek aytganda shu nima qonun qoidalarga tushmaydigan qanaqadir gipotezalarni tekshirib ko'rish kerak bo'lgan narsalarni u yoqda qo'yib teslab olishadi. Qani odamlar qanaqa qabul qilar ekan, buni oqibatlari qanaqa bo'ladi, biror joyda uyuzvemiy joylari yo'qmi ekan deb turib bemalol tekshirib olish mumkin. Uni o'zini qonun qoidalari bor. O'sha ariza to'ldiriladi, ishtirokchilar tomonidan to'ldirib, o'sha so'rovlarni hammasini o'sha yoritib berishsa, Markaziy bank uni pesochnitsaga qo'yish mumkinmi yoki bez pesochnitsa ishlaydimi, pesochnitsasiz va hokazo. Shunga yarasha banklar bu produktlarni bozorga taklif qiladi. Baribir O'zbekistonda bitta narsadan qilish kerak, deydi, hali bankning o'rni juda katta. Bankda o'rni, chunki hisob raqam bilan ishlash, pullarning harakati bu banksiz bo'lmaydi. Lekin banksiz bo'lishi mumkin bo'lgan infrastrukturalar shakllanib rivojlanishni boshladi. Bu o'sha kripto bilan bog'liq bo'lgan. Ularda masalan pullarning harakatida, aynan o'sha kriptoning harakatida ayrim qismlarida banklar o'zi ishtirok etmayapti. Kripto masalan rivojlanishi natijasida bankka bog'liq bo'lgan зависимость o'zbekchasida bog'liqlikni kamaytiryapti. Bu nima degani? Boshqaroq bir ma'noda aytadigan bo'lsak, bankdagi pul bilan kriptodagi pul ayrim vaqtlar bir-birini to'ldiradi va ayrim vaqtlar bir-biriga konkurensiya bo'ladi. Masalan, pulni transfer qilish, pulni ko'chiradigan bo'lsangiz, kripto valyutadagi pullarni ko'chirishingizda kripto depozitariyalarning o'zidan yoki kripto birjalarda, kripto akkauntlarda bir-biriga pullar o'tadi. Bu yerda bankdagi hisoblarda o'sha bu narsa o'zini izini qoldirmaydi. Shu nuqtai nazardan bozorda yangicha xizmatlar paydo bo'lishni boshlayapti. Markaziy bank va bu bo'yicha regulyator bo'lgan NAB hozirda bu birgalikda bu narsalarni xuddi hozir aytganimizdek regulyatorikasini rivojlantirib, O'zbekistonda yangidan yangi to'lov xizmatlarini joriy qilishga sharoit yaratib berishyapti. Shu nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsak, bozorda hali o'sishga juda ham katta potensial bor va buni hech kim o'zi to'xtata olmaydi, chunki o'sha juda ham katta anaqa imkoniyatlar ochilgan. Faqat o'sha odamlarga, iste'molchilarga uni to'g'ri yetkazib berish kerak. Kim o'sha yaxshi servisni ko'rsatib bersa, yana ham rivojlanib, masshtabirniy qilib, kengaytirib, O'zbekistondan tashqarida ham bu servislarni joriy qilish mumkin kelajakda. Demak, o'rni bunda juda ham katta. Bitta narsa bor, aytib o'tmoqchiman. Oldin Markaziy bank tepadan pastga tushirardi, barcha yo'riqnomalar, qoidalar. Hozir muloqot kuchaygan. Endi pastdan o'sha ishtirokchilardan to'lov tizimlari boshqa bo'ladi. Ulardan feedback olib, keyin qaror qabul qilinyapti. Bu bir. Ikkinchidan juda bir muhim masala, hozir hamma yoqda aytiladi, kiberxavfsizlik masalasi. Chunki bitta Markaziy bankda ustunlik tomoni bor, hamma o'yinchilar bilan gapirib biladi, muloqot qilib biladi va har biridan o'sha bozor haqidagi ma'lumotni olib turib, o'sha обратный связь deydi, tashkil qilingan
va buni olib turib ular shuni jamlagan holda butun bozorga, butun bir tarmoqqa yoyishadi bu narsani. Bu osonlashtiradi. Chunki bilamiz, hamma bir bilan muloqot qilish uchun ko'p vaqt ketadi. O'sha Central bankni o'sha regulator funksiyasi, infrastrukturani tashkil qilish tashqari, o'sha aynan muloqot tashkil qilish, o'sha o'yinchilarning orasida yaxshilarni tanlab olish va umuman so'nggi iste'molchi uchun maqbul variantni beradigan bir mayoq sifatida ko'rsa bo'ladi, menimcha. Demak, hozir bildirgan fikrlaringizdan o'rni juda ham kattaligini angladik. Endi qo'llab-quvvatlovga o'tadigan bo'lsak, Markaziy bank, umuman banklar bugun fintech startaplarni qanchalik qo'llab-quvvatlayapti? Va qanaqa startaplar bugun bor? Shu haqida ham ma'lumot bersangiz. Yaxshi savol. Umuman startap va IT kompaniyalar o'sha bu tarmoqqa kirgan paytda juda ko'p yangiliklarni olib keladi. Bu bir. Ikkinchidan, bu kishi aytdilar, Markaziy bank o'sha katta o'yinchilar bilan ishlagan paytda asosan endi bank tizimi, bizda davlat banklari bor, tijoriy banklar bor va hokazo, baribir bank tizimining roli juda katta. Lekin aynan startaplarga kelgan paytda o'sha bank bu katta infrastruktura bo'lsa agar, oxirgi iste'molchilar bilan o'sha kichkina to'lov tizimlari startaplar ishlashni boshladi. Interface deydi. O'sha front end, o'sha startaplar, back endi orqa tomonda shu bank va tizimi bo'ladi. O'sha ularda bu startaplar flexible, ya'ni ular moslashuvchan bo'ladi. Dastlabki shu xaridorlarni, shu mijozlarning talabini yaxshi biladi va bu paytda o'sha aynan so'nggi manzilda, so'nggi o'sha iste'molchi bilan bo'lgan jarayonda bu startaplarni qo'llab-quvvatlash juda ham kerak. Chunki ular aynan kundalik turmushga kerak bo'ladigan xizmatlarni taklif qilishni boshlashadi va bular uchun bu infrastruktura juda muhim. O'sha bank tizimi, ularni o'sha litsenziyasi, ularni o'sha klientskiy baza deydi, o'sha mijozlar bazasi, ularni o'sha O'zbekiston Respublikasi bo'yicha o'sha filiallar tarmog'i juda ham muhim. Shu uchun banklar hozirgi paytda shu katta fintech startaplarga ham investitsiya kirishyapti, bilishadiki, endi bu kelajak. Xohlaymiz, xohlamaymizmi, katta tashkilotlar bu tomonga qarash kerak. Asosan banklar, juda ko'p banklarni ko'ryapmiz. Mana Hamkor bankni integratsiyasi bor, chet el Monix degan nimasi boshlandi, o'sha Visa bilan birgalikda loyihalari bor. Bu ham bir bank ichida startap. Ko'p banklar o'zini ichida startap qilishyapti. Chunki bu narsa va o'sha yerda shu kadrlarni yetishtirib, ular bankdan tashqari, endi klassik jihatdan tashqari bo'lgan xizmatlarni ham taklif qilishyapti va bu aynan o'sha startaplarni, IT kompaniyalarni bu sohaga kerakligini juda anglatadi, yaxshi dolzarbligi va bu juda kerakligini bildiradi, menimcha. Nima, yana ham soddaroq aytmoqchiman. Hozir Otabek aytganda o'sha Hamkor bank bilan hamkorlikda hozir Tez bank degan yangi platforma ishga tushirdi. Ipak yo'li banki masalan Monix bilan va yana bir qancha misollarni keltirishimiz mumkin. Lekin undan ham kichikroq bo'lgan startaplar bor. Masalan, oddiy misol marketplace'lar bo'lishi mumkin yoki qanaqadir odamlarga xizmat ko'rsatadigan va uni ichida o'sha fintech bilan bog'liq bo'lgan elementlari bor bo'lgan startaplar bo'lishi mumkin. Markaziy bank banklarni yoki to'lov tizimlarini unaqa u startaplar bilan birgalikda ishlashini cheklab qo'ymagan. Ularga o'sha kerakli bo'lgan, yetarli bo'lgan normativ bazalarni yaratib qo'yganda ularga aytishgan, masalan, u agent sifatida ishlashi mumkin yoki partner sifatida ishlashi mumkin. To'lov tizimini masalan aynan to'lov o'tkazadigan joyda masalan o'sha to'lov tizimlarini yoki banklarni API'laridan foydalanib yoki SDK deydi, modullaridan foydalanib o'sha yerda foydalanuvchilarga yana ham qulaylik yaratish uchun o'sha integratsiyalarni qilib qo'yishgan. Masalan, umuman bankka aloqasi bo'lmagan to'lov tizimi prilojeniyasiga kirsangiz ham hozir O'zbekistonda o'sha ichida to'lovlar bilan bog'liq bo'lgan muammolar juda ham oson yechib qo'yilgan. Shu nuqtai nazardan keladigan bo'lsa, undan tashqari yana bitta juda ham yaxshi narsani boshlab berdilar Otabek aka. Venture fondlar banklar tomonidan hozir nima deydi, targ'ib qilinyapti. Startaplar uchun kerakli bo'ladigan qanaqadir ba'zi infrastrukturalar uchun yoki boshlab olish uchun qanaqadir boshlang'ich qo'llab-quvvatlovni, yordamni o'sha tashkil qilib berish juda ham hozir oxirgi kunlarda
aktual bir masala bo'lib turibdi. Bunga qarab juda ham nima deydi, katta potensial ko'rishyapti. Lekin ayrim holatlarda startaplarning o'zi yetarli darajada nima deydi, pishmagani uchun buni tezligini hozir sezmayapmiz. Lekin ertaga bozor yana ham ochilib, chet eldan boshqa startaplar O'zbekistonga kirib kelishni boshlasa, masalan, Hindistondan, Qozog'istondan, mana shu yaqin atrofimizdan juda ham katta ko'p startaplar bor-da. Masalan, Astana Hubdan kirib kelishi mumkin. Atrofimizdagi mana Turkiya davlatlaridan kirib kelishi mumkin. Turkiyadan, Ozarbayjondan va boshqa davlatlardan O'zbekistonga startaplar kirib kelishi mumkin va kirib kelyapti ham. Ular O'zbekistonning bozorini yana ham to'yintirishni boshlaydi. Yana ham ko'proq xizmatlarni ko'rsatishni boshlaydi va bu O'zbekistondagi startaplarga raqobat emas, aksincha ularga yordam berishni boshlaydi. Buni qaysidir yetishmay turgan elementlarini o'sha oldindan tayyor platformalar bilan to'ydirib berishni boshlaydi. Shunda O'zbekistondagi fintech integratsiyalar osonlashadi. Markaziy banklar tomonidan hozirda bu hamma imkoniyatlar o'sha bor. Hech qanaqa cheklov yo'q. Hech kim to'xtatmayapti bizani. Yangi produktlarni ishga tushirishimiz, yangi xizmatlarni olib chiqishimiz uchun hech qanaqa to'siq yo'q. Hozir shu savolni bermoqchiman. Hamma narsa yaratib qo'yilgan. Hamma narsa yaratib qo'yilgan, hamma ingrediyentlar bor. Faqat ishlash kerak emas aqlim. Faqat o'shani to'g'ri joy-joyiga topib, Legoni qurib olish kerak. O'shani quradigan odamlar yetishmayapti hozir. Kadrlar tanqisligi bor. Juda to'g'ri aytdingiz, chunki aynan startaplarda o'sha yetuk kadrlar bo'ladi. Chunki ular o'sha ma'lum bir muhitda rivojlangan, o'qigan hisoblanishadi mutaxassislar, chunki baribir buncha kadr yetish qiyin bankni doirasida o'zining talablari bor, boshqa startaplar bunda o'sha aynan ma'lum bir g'oyani, deylik, fintech g'oyani olib chiqqan paytda o'zini imkoniyatidan kelib chiqib, bilimidan kelib chiqqan holda ular balkim chet elda o'qib kelgan, boshqa bir keyslarni ko'rgan va hokazo, bu yerda ularning ahamiyati juda muhim. Chunki bu yerda yana o'sha texnologiyadan biznes tashqari kadrlar masalasi ham bor. Chunki mana bu yerda aynan deylik, hozir nima deydi, modni bo'lgan ekosistema bo'lishi o'sha banklar bilan startaplar ma'lum bir ekosistemada birlashadi. To есть ular o'sha deylik infrastruktura tuzilma, litsenziyasi bor, o'sha tarmog'i bor va hokazo, ular servis bilan kirishadi. Chunki ular o'sha oxirgi talabni, oxirgi ehtiyojni bilgan holda produkt yaratsa agar, bank ularga o'sha nima deydi, kooperatsiya qilgan holda birgalikda ishlash kerak bo'ladi. Shunda so'nggi mahsulot iste'molchi uchun foydali bo'lishi mumkin bo'ladi. Chunki baribir bozorda hamma narsani bir kishi qilishi qiyin. Universal bo'lishi juda qiyin-da. Baribir bank klassik jihatdan to'g'ri, bizda o'zi innovatsion banklar bor, 4 ta 5 ta o'sha kishi sanagan kooperatsiya chet el startaplar bilan hamkorlik qilishyapti, lekin ko'p banklar hali ham o'sha eski tizimda turishibdi. Mani taklifim shuki, shu banklar o'sha startaplarni chaqirsa o'zining tizimi bilan qanaqadir bir birlashtirib yoki kooperatsiya qilish imkoniyati juda yaxshi bo'lar edi. Chunki ularda resurs bor, ularda tarmoq bor, ularda litsenziya bor va hokazo, balkim o'sha kelajakda o'sha ma'lum bir ekotizimga ega bo'lmaydigan subyektlar undan chiqib ketishi mumkin. Hozirdan bu ishlarga boshlansa agar, menimcha Markaziy bank bunga yo'l qo'ygan, hech qanaqa taqiq yo'q. Demoqchiman, marhamat, xohlagancha o'sha ularni infrastrukturadan foydalansa agar bo'ladi. O'sha agentlari bo'ladi, boshqa bo'ladi, hamkor balkim ba'zi payt shunaqa bo'ladiki, konkurentlar bilan birga ishlashib ketishi mumkin. Chunki ularning fokusi har xil, deylik, o'sha iste'molchisi har xil bo'lishi mumkin. Bu kelajakda yaxshi produktlarni olib keladi. Agar bu tandem deydi, o'sha tandem ikkilik o'sha startaplar bilan banklar agar hamjihat ishlasa agar, menimcha butun tarmoq uchun, butun soha uchun juda foydali bo'ladi. Siz aytib o'tdingiz, sekinlashuvi va kadrlar yetishmovchiligi dedingiz. To'sqinlik yo'q, hech qanaqa. Faqat shu kadrlar yaxshi bo'lsa, ko'p bo'lsa, bu narsa yana ham tezlashadi. Va bugungi kunda har bitta sohaga bugun sun'iy intellekt kirib kelyapti. Va mana shu kadrlar masalasini ham sun'iy intellekt orqali qanaqadir hal qilish yo'llari bordir balki. Butun dunyo bugun sun'iy intellektdan foydalanadi. Juda ham nozik masalani ko'tardingiz. Balki ayrim soha vakillari buni hali to'liq tushunib yetmagan bo'lishi mumkin, lekin sun'iy intellekt ayni vaqtda odam qilib berayotgan ishni qilib bermaydi. U odamga yordamchi bo'lib beradi.
nimadir ishini yengillashtirib berishi mumkin. Qanaqadir bir hujjat tayyorlayotgan vaqtda yordam berishi mumkin yoki programmistlar kod yozayotgan paytda kodini yozishga yordam berishi mumkin, lekin oxirgi qarori baribir odam qabul qiladi. Oxirgi o'sha tekshiruvni odam o'tkazishi kerak. Qanchalik o'sha qulaylashtiriilmasin, baribir kuchli mutaxassisni ehtiyojiga joy bor. Chet eldagi o'sha tayyor startaplar, bizneslar O'zbekistonga keladimi yoki boshqa joyga, boshqa regionga chiqadimi, xohlaymizmi yo'qmi, u yerda adaptatsiya periodi bo'ladi. Adaptatsiya qilish kerak, chunki har bitta joydagi iste'molchilarni o'ziga yarasha talablari, o'zini unikalligi bor. Shu unikallikni yaxshi topa bilgan, unikallikka tezroq moslasha bilgan startapgina u yerda o'sha muvaffaqiyatga erishadi. Endi kadrlar yetishmovchiligini masalasini ko'radigan bo'lsak, bu nafaqat O'zbekistonda, hamma joyda bu masala bor. U hech qachon tugamaydi. Ilgari ham bo'lgan, 100 yil oldin ham bo'lgan, hozir ham bor. Masalan, birinchi o'sha geografik kashfiyotlarni ko'taradigan bo'lsak, o'sha paytda yelkanli kema kashf qilinganda dengizchilarga juda ham katta ehtiyoj bo'lgan. Kim ko'p dengizchi yetishtirib chiqargan bo'lsa, yaqin undan keyingi 50 yil, 100 yilda hukmdorlikni qo'lga olgan, juda ham katta koloniyalarga ega bo'lishgan, juda ham katta biznesga aylantirishgan bu narsani, bu yo'nalishda. Hozirgi kunda IT, fintech, AI bu o'sha paytdagi kemasozlikka o'xshaydi. Hozirgi kunda masalan hamma AI ga o'tyapti, lekin hozir AI ni ko'proq o'rganish kerakmi desa, ha, hozir AI dan ko'proq o'rganishimiz, foydalanish kerak. Maksimal darajada tezroq внедрение qilish kerak. Lekin tayyor bo'lishimiz kerakki, bu AI bu kelajak degani emas. Bu bugun degani. Kelajakda undan ham kattaroq, undan ham kuchliroq takliflar kirib kelishni boshlaydi. Biz agar hozir bu narsani внедрение qilib, hozir oyoqqa turib olmasak, qo'pol qilib o'xshatishga bo'lamiz. Hozir biz yugurishga tayyor bo'lmasak, ertaga uchish boshlanadi. Yugurishni, uchishni bilmaydigan odam sirada uchishga o'tish juda ham qiyin. Juda kamdan kam holatlarda bo'ladi. Shuning uchun hozir maksimal darajada uyg'onishimiz kerak. Bitta narsani esdan chiqarmaslik kerak, AI bu panatseya emas. Hamma narsaga davo nima deydi? Chorasi emas. Bundan foydalanish kerak. Umuman AI ni sodda qilib aytganda, uni ssenariysi prompt deydi. O'sha ma'lum bir ssenariy asosida unga yo'nalma beriladi va u sizni o'sha qilgan vazifalaringizni vaqt jihatdan qisqartirib beradi. Ko'p holatlarda buni o'sha siz aytganda haqiqatan ham ba'zi bir mutaxassisliklarni aynan bitta mutaxassis ma'lum bir kodni yoki boshqa bir zadacha va vazifalarni ham 1 sutka 2 sutka ketadigan bo'lsa agar, uni vaqt jihatdan qisqartirib beradi. Juda ham aynan fintech sohasida bu narsani qilinishi, bu o'sha nima deydi, iste'molchilarni qo'llab-quvvatlash sohasi bor deylik. U yerda operatorlar sonini ko'paytirish kerak emas, aynan shu AI assistent deydi, o'sha qo'llab-quvvatlash markazidagi ko'p berilgan savollar deydi, boshqa rutina deydi, o'zbekchasiga har kun ma'lum bir xillik savollari bor, bir xil qanaqadir bir vazifalari bor, o'shalarga berishsa bo'ladi. Chunki baribir ham o'sha odamning vaqti chegaralangan, uni resursi chegaralangan va hokazo. Bularni shu sohada katta bir nima deydi, har kunlik bir xil ishlarni shu texnologiya topirsa juda ham unumdorlik oshadi. Aytmoqchiman, bu bir buni AI ni mutaxassis bilan almashtirish hozircha nima deydi, juda ham dolzarb emas. Aytmoqchiman, ba'zi bir mutaxassislar kelajakda ishsiz qolaman. Yo'q, bu ishsiz emas. Aynan endi ma'lum bir loyihalarga, ma'lum bir funksiyalarga ketadigan vaqt qisqargan, xolos. To'g'ri, ba'zi mutaxassisliklar qisqarishi mumkin, unga to'lov kam bo'lishi mumkin va hokazo. Lekin oxir oqibatda o'sha bu yerda tarmoq va soha yutadi. Haqiqatan ham ba'zi bir mutaxassislarni tayyorlash uchun ko'p vaqt kerak bo'ladi. Uni treyningi bor, boshqasi bor. Chunki bu soha tez rivojlanib ketyapti. Buni ma'lum bir sohani, o'sha ma'lum bir funksiyani almashtirgan holda o'sha AI bilan vaqt jihatdan yutish, ya'ni iqtisodiy samaradorlikka erishishga aytiladi. Mutaxassisliklar hali ham bizga kerak, hali ham bu sohada juda talab katta. Bemalol bu sohani o'rganib, o'sha u bilan muloqot qiladigan, prompt yozadigan mutaxassislar
kerak bo'lib qoladi. Shuni holatda dasturchilar endi siz agar dasturlashni deylik tushunmasangiz, qanaqadir asosiga ega bo'lmasangiz, aytmoqchimanki, undan foydalanish ham juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun baribir minimal bilimlar kerak bo'ladi o'sha AI bilan ishlagan paytda. To'g'ri, ba'zi bir sohalarni almashtirsa bo'ladi, lekin buni bir qayg'urib, endi mutaxassis kerak emas yoki mutaxassis soni endi kam bo'ladi degan gapga aytishim, hali bu aytmoqchiman, kelajakni o'ylayib, hozirda haqiqatan ham o'ylash kerak bo'ladi va bundan nimadan biz oqilona foydalansakki shu AI orqali yaxshiroq bo'ladigan o'ylash kerak bo'ladi xolos. Menimcha hali ham mutaxassis taqchilligi bizda bor. Ba'zi bir o'sha bozorga ko'radigan bo'lsak, masalan, deylik bankni TBCni oladigan bo'lsak, ekotizim yaratishyapti. O'ylaysiz, ularda pul yo'q masalan. Investitsiya ularda bor, ularda jamoa haqiqatan ham mutaxassis yetishmovchiligi bor. Deylik, ular o'z ichiga deylik o'sha katta bu igroklarni, Billsni komandasi, OLX ekotizimga hozir qo'shildi. Ular shu orqali kengayib ketyapti-da. Chunki bu yerda mutaxassis kerak. Ular nafaqat o'sha tizim servisga, balki o'sha komandaga, jamoaga pul tikadi. Ularning jamoasi, ularning ilmi, ularning shu salohiyati ular uchun juda muhim. Shuning uchun ular AI sizda nima qiladi desak, oddiy kichkina bir funksiyalarni vaqt jihatdan yopishga yordam beradi xolos, lekin mutaxassisga bo'ladigan talab hali ham bor deb o'ylayman. Demak, u faqatgina bizga yordamchi bo'la oladi. Endi bu narsa Otabek juda ham qisqa vaqtda juda katta informatsiyani hozir aytib o'tdilar. Endi kuzatuvchilarga umuman bu sohaga qiziqqanlarga bitta kichkina maslahat bermoqchi edim. Brett Kingni Bank 4.0 dan keyingi kitoblari bor, boshqa kitoblari bor. U yerda juda ham bir tushunarli tilda, juda ham nima deydi, yangicha qarash bilan targ'ib qilib tushuntirib bergan. Bank va bank atrofidagi xizmatlar. Nimaga masalan Xitoyda WeChat, Alipay'ni o'sha success anaqasi, success factor deyiladi anaqa. Muvaffaqiyatli chiqishi. Nima uchun masalan 1800-1900 yilda chiqqan o'sha regulatorikalari, Yevropadagi qonun qoidalar hozirgi kunda ularni rivojlanishiga emas, sekinlashishiga masalan sababchi bo'lib qolyapti. Bu narsalar juda ham to'g'ri va to'liq yoritib berilgan. Endi AI mavzusiga qaytadigan bo'lsak, har doim ham AI bizning ishimizni qilib bera olmaydi. Birinchi navbatda AI bor bo'lgan ma'lumotlardan, bor bo'lgan bilimlardan foydalanib takliflar ishlab chiqadi. Hech qachon yangi narsani taklif qilib bera olmaydi. Masalan, Elon Musk o'sha uchib va qayta qo'na oladigan raketani ishga tushirdi, yaratdi. Nima qildi u? Bor bo'lgan bilimlardan foydalanib, bor bo'lgan platformalardan foydalandimi desangiz, yo'q. Ba'zi asosiy tamoyillar deyiladi, asosiy tamoyillarga qaytgan hamma narsa har doim. Yokida masalan o'sha 2007-yildagi Apple kompaniyasini o'sha smartfonlarini mashhur bo'lib ketishi. Nimadan bular unaqa uspexga chiqdi deydigan bo'lsak, bu yoqda umuman boshqacha narsalar. Bu yoqda bunaqa yangiliklarni, bunaqa yangi produktlarni AI bilan qilib bo'lmaydi. Bu yoqda o'sha odamlarni o'zini ishtiroki kerak. Hozir Otabek aytgandek, jamoani ishonchi va jamoani mehnati bu yerda yotibdi. Bunaqa narsalarni qilayotgan vaqtda AI bu odamlarga faqatgina yordamchi bo'lib ishlaydi. Undan yo'g'iga o'ta olmaydi. Endi AI temasiga keladigan bo'lsak, AI o'zi nima? Bir ozgina bir ma'lumot bermoqchi edim. Ikki xil turdagi AI bor. Bittasi weak AI deyiladi, strong AI deyiladi. Strong AI foydalanishda yo'q hozir. Faqat weak AI bor. Weak AI degani o'sha o'zbekcha, ruschasiga slabый, o'zbekchasiga anaqa juda bilmayman o'zbekchasiga. Ya, weak degan slabый anaqa. Nisbatan kuchsizroq nima deydi? Kuchsizroq endi nima deydi? O'sha yordamchilik soddalashgan, sodda. Yordam bera oladigan darajadagida. U masalan yosh odamga solishtiradigan bo'lsangiz, juda ham tez ishlaydigan, lekin juda o'verim bo'lmagan, o'ziga ishonch komil bo'lmagan,
lekin ma'lumotlarning hammasini biladi. Hamma joydagi butun internetni biladi. Internetdagi hamma ma'lumotni biladi. Faqat aynan qachon nima narsa to'liq mos kelishini bilmaydi. Unga u berilmas va bergan ma'lumotni har doim tekshirish kerak. Chet elda AI dan hamma sohada foydalanishadi. O'tgan yili o'sha Garvardda bitta kursini olib turib o'qib ko'rdimda, ularda Garvardda endi bular anaqa case study edi, yo'da bitta case olib, o'sha case o'rganishadi. Ularda shunaqangi misollar borki, mol boqiladigan joyda AIni qo'llashyapti. O'sha qachon suv berish kerak, qachon yem berish kerak, ma'lumotlarni analiz qilib, aynan kerakli paytda kerakli bo'lgan rasxodni qilishadi. Masalan, bizda hozir bunaqa yo'q. Praktika qilinmayapti. Ular hamma joyga kirib borishgan. Buni natijasida nima bo'ladi desa, ular juda ham katta ekonom qilishadi. Juda ham katta mablag'ni tejashadi. Juda ham katta pribilga chiqishadi buni natijasida. Shuni hisobiga ularda har bitta biznesga AIni olib kirishgan. Biz hozir ko'pincha AI deb aytsa, hamma tushunadi. Yoki ko'pchilikda shunaqa taassurot paydo bo'lib qolganki, AI faqat bankda, AI faqat o'sha nima deydi, ITlashgan joyda, AI faqat fintexda yoki meditsinada bo'lib qolgan. Yo'q, AIni hamma joyda ishlasa bo'ladi. Xuddi dehqonchilikdan tortib, masalan, datchiklarni qo'yib chiqsa, qachon suv berish kerakligini, qachon masalan hosil yetishganini va hokazo. Hamma joyda AIni qo'llasa bo'ladi. Bunga tikilgan xarajat juda ham tez vaqtda o'zini oqlaydi. To'g'ri, odam ishtiroki kerak bo'ladi, lekin 10 ta odam emas, 3 ta odam o'sha ishni qiladi. 10 ta odam ishini 3 ta odam qilishni boshlaganda oylik kamayadimi desangiz, yo'q. Oylik oshsa oshadiki, kamaymaydi. Qolgan 7 ta odam nima qiladi desa, AI kirib kelish boshlagandan keyin yangi sohalar ochilishi boshlaydi. Ilgari umuman qilinmagan ishlar paydo bo'lishi boshlaydi. Gorizont yana ham kengayadi. O'shanda O'zbekistonda masalan qariyb 40 million aholi yashaydigan bo'lsa, hozirgi kunda statistika bo'yicha masalan unbanked segment juda ham kattada. Fintech tomonidan qaraydigan bo'lsa, AI kirib kelishi bilan, sifrovizatsiya ko'payishi bilan unbanked segment kamayishni boshlaydi. Juda ham ko'p sohalar sifrovizatsiyalash, raqamlashish boshlaydi. Va bu raqamlashgandan keyin daromad ham oshadi, odamlarni nima deydi, hayot tarzi yengillashadi va keyingi navbatdagi bosqichlarga o'tamiz. Qancha ko'p bu texnologiyalardan foydalansak, shunchalik nafaqat fintechda, hamma sohada nima deydi, katta yutuqlarga erishish boshlaymiz. Shuning uchun bu bo'yicha hech qanaqa cheklov yo'q. Hech kim taqiqlab qo'ymagan, biz AI ishlatmaysan, datchik ishlatmaysan yoki bunaqa ishlatmaysan degan joy yo'q. Maksimal ishlatish kerak, maksimal foydalanish kerak. Fintechda endi busiz iloji yo'q hozirgi kunda. O'zi fintech startaplarda sun'iy intellekt to'liq g'oya bera oladimi? Nima deb o'ylaysiz va bu foydalanishyaptimi? Har doim emas. Qanaqa g'oya berishi mumkin? Qaysidir loyihalarda best practice'dan o'tgan informatsiyalarni yig'ib berishi mumkin. Uni ichidan kollaboratsiya qilib o'sha ideologlar, arxitektorlar bularni to'g'ri kombinatsiyaga olib kelib, to'g'ri zadachani bersa, qanaqadir produktlarni tezda ishga tushirib, kollaboratsiya qilib tekshirib ko'rish mumkin. Masalan, bundan 1 yil, 2 yil oldin bitta fintech proyektni startapni ishga tushirib olishga yarim yil, 1 yil vaqt ketgan bo'lsa, o'tgan yili bu ko'rsatish o'rtacha 3 oyga tushdi. 26-yilda bu 1 oyga tushishi kutilyapti. 1 oyda ichida bitta produktni qilib ishga tushirib, o'sha natijasini ko'rishni boshlash mumkin. Zo'r. Umuman masalan kundalik turmushda men podkast tayyorlanish joyida oldimizda bilardik, poiskovikdan qidiruv tizimidan foydalanardik Googledan. Qancha bir sahifalarni varaqlashga to'g'ri kelardi. 10 ta, 15 ta va hokazo. Hozir o'sha deylik Google'da misolida Gemini aytadigan bo'lsak, savol bersangiz agar sizga shu natijalar orqali qisqa lo'nda bir xulosa beradi. O'sha shuncha vaqt ketish kerak emas. Men tayyorgarlik nechta 10-15 ta savol sohani ko'radigan bo'lsak, men murojaat qildim. O'sha har birini savoli qisqa lo'nda, chunki tayyorlanish jarayonida juda ko'p sahifalarni ko'rish kerak edi, vaqt jihatdan bu narsa cheklangan. Juda tez ma'lumotlarni berdi. O'zim uchun o'sha vektorni bilib oldim. Qaysi ma'lumotlarni aytish kerak, qaysi ma'lumotlar bor. Ko'p kishidan o'zi so'raydigan bo'lsangiz agar katta to'planish boshqa oxirgi paytda
qidiruv tizimidan qachon foydalanganini bilmayman deyishadi. Chunki уже qidiruv bergandan keyin ma'lum bir xulosalar уже bor. Chunki unda keyinchalik o'zi bilib ma'lum joyga boradi, ko'rishda xolos. Oldinlari shu qidiruv tizimlari bizlar uchun bu yangilik edi, lekin qancha sahifalarni ko'rish kerak edi. Hozir endi vaqt o'sha juda ham qisqa vaqtda sizga lo'nda qisqa qilib savolingizga javob olishingiz mumkin bo'ladi va qaror qabul qilish ham shunga yarasha tez bo'ladi. Shu kishi aytganidek, aynan o'sha bir kichkina MVP deydi, kichkina produktlarni tez bozorga chiqib, uni sinovdan o'tkazib, qanchalik yaxshiligini bilib olsa bo'ladi. Shuning uchun meni fikrim bo'yicha o'sha AI dan qo'rqish kerak emas. Uni o'zimizga hayotda tatbiq qilib, imkoniyatlaridan oqilona foydalanish kerak xolos, menimcha. Rahmat javob uchun. Juda ham keng yoritib berdingiz, mavzuni juda ham chiroyli ochib berdingiz. Endi mana bugun xususiy fintech kompaniyalarini rivojlanishida, integratsiyalashuvida nimalar ishlar qilinmoqda, aynan integratsiya qilish bo'yicha? Xususiy fintech kompaniyalar uchun. Hamma cheklovlar olib tashlangan. Banklar hammasi ochiq. Hammaga yangilik kerak, hammaga yangi produkt kerak. Faqat o'sha fintech startaplar bozor bilan to'g'ri KazDev deyiladi, KazDevlarni o'tkazib, to'g'ri produkt olib kelsa, o'sha integratsiyalar juda ham oson bo'lib qolgan. Ko'p katta endi aynan nomini aytib o'tadigan bo'lsak, reklama bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun ko'p ekotizimlar o'zlarida integratsiyalarni shunaqangi soddalashtirib qo'ydiki, masalan, mini app deymizmi yoki in app deydimi, shunga o'xshagan boshqa bitta platformani o'zini platformasini ichiga integratsiyalashni oson qilib qo'yishdi. Hozir masalan marketplace emasda qanaqadir application приложение qilib o'sha platformalarga ulansangiz, ekotizimlarga ulansangiz, u yoqdagi millionlagan auditoriyaga tez dostupingiz bo'ladi. Bu aytganimdek bir oyga tushdimi desa, bir oyga tushdi. Dalish marketingda qanaqa rasxod bo'ladi, uni bozorga qanaqa targ'ib qilish mumkin, qanaqa uni gipotezani tekshirib ko'rish mumkin desangiz, juda ham oson bo'lib qoldi. Желание bo'lish kerak, xohish bo'lish kerak va buni amalga oshirish kerak. Va bu uchun to'xtash kerak emas. Hozir juda ko'p narsa odamlarda mana balki Covid ta'sir qilgandir, balki yangi pokoleniyadagi odamlarni nima deydi, anaqasini o'zgarganidir, o'zini tutishi deydi, поведение deydi, nima deydi? O'sha xulq-atvor o'zgargandir, odamlar yalqov bo'lishni boshlagandir, balki biz bilmaymiz. Buni hammasini tekshirib ko'rish kerak. Lekin solishtiradigan bo'lsak, masalan, O'zbekistonda yashayotgan odamlar bilan Xitoydagini yoki Avstraliyadagini, Amerikani solishtirsangiz, tubdan bir-biridan farq qiladigan odamlar. Demak, o'sha joydagi odamlarga mos bo'lgan produktni berish kerak. Va buni O'zbekistonda ham hozir qilish boshlandi. Odamlar o'rganyapti, gipoteza qilyapti. Ilgari qanaqadir gipotezani tekshirib ko'rish uchun biznesmenlar pul tikishdan qochishardi yoki ekonom qilmoqchi bo'lishardi. Hozir tushunib yetishni boshlashdi, demak, ekonom qilish kerak emas, pul tikishdan qochish kerak emas. Naborat o'shani to'g'ri plan qilish kerak, to'g'ri byudjet определить qilish kerak va bu pulni tikish kerak. Tekinga nimadir bo'lib qolmaydi. Bitta anaqa bo'lardi, gap bo'lardi. Ustozlarimiz bittasi aytardi. Xarajatsiz harakat nolga teng. Xarajatli harakat xarajatning kvadratiga teng. Tamom. Hozir o'sha yana ham oshib ketdi. O'zi mana ko'pchilikni qiziqtirgan savol, Apple Pay, Google Pay bugun qachon to'sqinliksiz ishlaydi bizda ham? Nima degan to'sqinlik? Integratsiyalashtirish uchun nima ishlar qilinyapti bugun? Ayting. Bitta fikrim bor. Oldingi savolga davomli shunga mantiqiy qo'shilib ketadi. Umuman O'zbekiston to'lov tizimi boshidan shu Open Bank tizimi bilan boshlangandi, chunki bu boshqa davlatlar bunga havas qiladi. Aytganimizdek, Yevropa boshqa davlatlari bank tizimini tamoyili, qonunchiligi o'sha klassik bank sifatida qolib ketgan. Ularda nima deydi, bunga o'tish ozgina qiyin kechyapti. Bizdan boshidan bu narsa boshlangan va o'sha o'yinchilar uchun o'sha точка входа deydi, порог входа deydi, kirish qiymati past. Ma'lum bir startapni, fintech produktni test qilish uchun ko'p umumiy qoidalar bor. O'sha API deydi, boshqa deydi, shluzlar va hokazo va hokazo. Qonun jihatdan narsa bor. To'g'ri, ko'p narsa hali qilinishi kerak, lekin bu narsa o'sha balans jihatdan, to есть o'sha qonunchilik,
kiber xavfsizlik jihatdan buni ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Hamma produkt ham tez bozorga chiqib ketib, uni iste'molchilar test qilganda ko'p qiyinchiliklarga tushishi mumkin. Shuning uchun mana bu siz aytgan aynan Apple Pay yoki Google Pay servislari ma'lum bir talablari bor. Uni kelishini O'zbekistonga kirib kelishini ko'p omillari bor. Kirish kirmaslikka birinchidan bu o'sha qonunchilik. Ikkinchidan ularni bizning regionimizga qanchalik iqtisodiy jihatdan ularga samara beradi. Chunki ularni keldish bu bitta narsa, ularga bu qanchalik hozircha kerak. Chunki bu ham ma'lum bir bozorga chiqqan paytda xarajatlarni talab qiladi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi infrastrukturadan tayyor bo'lishi. To'g'ri, bizda o'sha texnik jihatdan balkim to'g'ri bo'lishi mumkin. Ularni endi oladigan bo'lsak, asosiy Apple Pay yoki Google Pay'ni texnologik jihatdan bu o'sha tokenizatsiya tizimida o'sha texnologiyasiga moslashgan va hozirgi paytda bizni to'lov tizimlarimiz bilan buni integratsiyasi hali vaqt talab qiladi. Mutaxassislik kerak, boshqa kerak. Undan jihatdan lekin ish olib borilyapti. O'sha markaziy bank ular bilan doimiy aloqada va umumiy qanaqadir yechimni qidirilyapti. Chunki endi yo'q, hali biz tayyor emas, biz hali texnologiyamiz bor, hali biz qonunchilikni qilishimiz kerak. To'g'ri, bu vaqtni oladi, lekin umumiy tochka vhoda, umumiy kirish nuqtasini aniqlash kerak bo'ladi. O'sha test sifatidami, ma'lum bir o'yinchilar bilan kollaboratsiya qilgan holatdami? Chunki unda Google Pay, Apple Pay bilan NFC, ya'ni nima deydi, fizik kontaktsiz ishlaydi. U yerda endi xavfsizlik jihatdan o'sha iminna karta raqamini shifrlash, o'sha tokenizatsiya qilish qisqa raqamga olib chiqadi. O'sha aynan bu yerda o'sha moshennichество deydi, o'sha oldin olishga ko'p e'tibor berilgan. Shuning uchun bu jihatdan ham bizni tizimimiz o'sha texnologik jihatdan ham hali tayyor bo'lish kerak. Endi ko'p omillar texnologik, iqtisodiy samara va qonunchilikni bo'lishi. Balkim bizda texnologik darajada tayyor biz ham, baribir tashkilotlar buni bir kunga amalga qo'yishi mumkin bo'ladi, lekin bu juda ko'p omili bor. Qachon keladi yoki kelmasligi, qachon kelishi mumkin, balkim aytgandek 2-3 oyda ham kelishi mumkin. Faqatgina o'sha qonunchilik jihatdan ularga to'g'ri kelish kerak, bizga ham to'g'ri kelish kerak. Chunki baribir ham bu milliy to'lov tizimimizga kirganidan keyin buni to'xtatib keyin bo'lmaydi. Hozirdan buni nima deydi, darvoza ochiq qilib, shahar bedarvoza emas deganlar, o'sha kiraveringlar, qilinglar degandan, потому что bular global o'yinchi. Bularda o'sha ular asosan o'sha Visa, Mastercard to'lov tizimlari bilan ishlashadi. Ularning ham talabi bor. Ma'lum bir bozor kirayotgan paytda. Shuning uchun buni davay tez bo'lishi shart emas. Bunga o'ziga munosabat bildirish kerak bo'ladi. Chunki bizda hali ichkarida bu to'lov tizimlari uchun juda unaqa katta talab yo'q deb bilaman. O'zimizni to'lov tizimlarimiz, sistema, fintechimiz ular bilan raqobatlasha oladi. Ba'zi bir texnologiyada ham bor ham deymiz. NFC o'sha kontaktsiz to'lovlar ham o'sha ko'p ilovalarda bor. Faqatgina endi bularning asosiy afzalligi nimada? Xalqaro servislarning to'lovlari, boshqa narsalarni o'sha unifikatsiya bo'lgan, to есть bitta sizni kartangiz o'sha yerda ulangan va to'lov paytida tez bu protsessdan o'tish mumkin bo'ladi. O'sha xalqaro servislardan foydalanayotgan paytda bu to'lov tizimlari, bu agregatorlar sizga tezroq yordam berishi mumkin. Lekin to'siq yo'q deb bilaman, bu jarayon ketyapti. Boshlangan ham markaziy bank doirasida, o'yinchilar doirasida, faqatgina shu umumiy qoidalar ishlab chiqilinyapti. Har ikki tomonga bu manfaatli bo'lishi kerak. Win-win tamoyili asosida har kim, ichki iste'molchi ham bozor ham ikki tomon yutish kerak bu narsadan. O'zi umuman milliy tizimimiz shunga o'xshashini taklif qila oladimi bozorda? Albatta, bu aytaman, bu narsa bor. Bizda endi aytaylik Apple Pay, Google Pay aytmoqchiman, bizda open banking borligi uchun bizda bu texnologiyalar bor. Aytmoqchiman. Endi bular chet elda bu narsa, ularda bu как innovator banklarga alternativ, ya'ni agregator sifatida kelib banklarning kartalarini qo'yish bo'lsa, endi Visa, Mastercard orqali bizda bu уже aytganlaridek xohlagan kartani, xohlagan to'lov tizimini applikatsiyasiga o'sha ilofasiga qo'shish bu universallikni beradi. To есть kimda qaysi
mobil ilova qilsa yaxshiroq ishlasa, funksiyalariga yaxshi bo'lsa va hokazo bo'lsa agar iste'molchi shuni tanlab ketaveradi. Faqatgina shu geografik jihatdan qo'llanishi servislarni xalqaro servislardan foydalanish masalasiga bu bog'liq bo'ladi. Chunki biz bilamiz, kun orada biz shu Apple gadjetlaridan, Google'ni servislaridan ko'p foydalanamiz va to'lov tizimi sifatida o'sha bularni ishlatish menimcha kelajakda o'sha globallashuv jarayonida baribir xohlamaymiz bunga kelamiz. Faqatgina bozorimiz va infrastruktura shunga tayyorlab o'sha berishimiz kerak bo'ladi menimcha. Va sal boshqacharoq fokusdan gapirgan bo'lardim. Ayni vaqtda Apple Pay O'zbekistonga kirib kelishi bu men o'zimda masalan qanaqadir prognoz yo'q, qachon bo'lishi yoki bo'lmasligini. Apple Pay O'zbekistonga kirib kelish uchun Apple o'zining talablari bor. O'zbekistonda regulyatorlik tomonidan belgilab berilgan o'z normativ qonun qoidalar bor. Masalan, server O'zbekistonda bo'lishi kerakligi. Chunki Apple Pay'da o'sha telefonning ichida kartani generatsiya qilingan tokeni, Apple tomonidan generatsiya qilingan tokeni telefonda saqlanadi. Terminalga tekkizilgan paytda borganda o'sha token orqali terminal o'sha acquire deyiladi, o'sha terminal egasi bo'lgan bankda yoki processingda kanalidan boshlab o'sha detokenizatsiya qilinadigan joygacha yetib borish kerak. Agar detokenizatsiya qilinadigan joy O'zbekistonda bo'lmasa, tashqarida bo'lsa, o'zi demak har doim tashqariga bog'liq bo'lib qoladi. Va birinchisi, Apple O'zbekistonga kirib kelish uchun qanchadir miqdorda O'zbekistondagi terminallar NFC ni qo'llab-quvvatlash kerak. NFC orqali to'lovni qo'llab-quvvatlash kerak birinchidan. Bu Apple'da ishlashi uchun, muvaffaqiyatga erishish uchun kerak bo'ladigan faktorlardan eng kattalaridan bittasi hisoblanadi. Keyingi masala, suhbatimiz boshida gaplashgandik, komissionniy masalasi, tariflar bo'yicha. Apple ishlashni boshlasa, qo'shimcha tariflar paydo bo'ladi. Qo'shimcha to'lov degani bu. Bu ikkinchi masala. Uchinchi masala, Apple shuni muvaffaqiyatsizlikka olib keladigan loyihalar bilan ishlamaydi. Har doim uspeh bo'lishi kerak, yaxshi pul kelishi kerak. Hozir Apple haqida alohida gaplashamiz. Apple, Google haqida alohida gaplashamiz. Ularda o'sha yaxshi axbat qilingan set bo'lsa, o'zining talablari bor, yaxshi auditoriya bo'lsa, yaxshi sredniy chek yaxshi bo'lsa, odamlarning pul topishi, tranzaksiya qilishi yaxshi bo'lsa degan kriteriyalar bor. Yoddan o'tgandan keyin ular vaholanki ular yana yaxshiroq pul topishni ham xohlashadi. Va ikkinchisi bo'lsa, O'zbekistonga ular serverini olib kelib turib o'sha markaziy bank tomonidan yoki o'sha boshqa vakolatli organlar tomonidan qo'yilayotgan talablarni bajaradimi, yo'qmi Apple? Bu masala bor. Ularga to'g'ri keladigan O'zbekistonda infrastruktura bormi? Yoki qilib bera olamizmi? Bu ham bitta masala. To есть faqat fintexda o'zini xohishlari bilan bo'lib qoladigan narsa emas-da bu. Bu juda ham bir katta bir chuqurroq o'rganiladigan masala. Va o'ylaymanki, hozirgi kunda bu masala prosesda balki yaqin vaqtlar ichida ishga tushishi mumkin. Lekin Visa Master O'zbekistonda ishlagani sababli va O'zbekistondagi infrastruktura, tashqi infrastrukturaga ulanganligi sababli hozirgi kunda ko'plab terminallarda o'sha Apple Pay, Samsung Pay borlar foydalanyapti. Bu yopiq emas, bu ochiq turibdi. Faqat emitent tomonidan, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, emissiya qilingan karta Apple Payga qo'shila olmaydi. Ular o'sha narsani yoqishi bu Apple tomonda. O'zi buni yoqib, qo'shimcha integratsiyani qilib qo'ysa, globalni ishlab ketishi mumkin. O'zbekistondagi kartalarni u yoqqa qo'shib, ulab kartani detokenizatsiya qilinishi o'sha regulyator talablaridan kelib chiqib qilinaveradi. Endi masalan ikkinchi tomoniga o'tamiz. Bizga nima foydasi bo'ladi? Konechniy foydalanuvchiga desa, juda ham qulay bo'ladi. Juda ham foydali bo'ladi. Telefonni tekkizsangiz, oplata qildingiz. Lekin ayni vaqtda o'tib ketganda bir qancha banklar, bir qancha to'lov tizimlarida bu texnologiyadan уже foydalanishyapti. Masalan, Atto ilovasidan metroda siz beskontaktni to'lov o'tishingiz mumkin. Apple Pay'da, Samsung Pay'da bor bo'lgan narsa Attoda bor. Odamlar foydalanyapti. Juda ko'p o'sha bank ilovalarida, masalan, Humo Pay degan yoki hozir Uzcard ham o'z tomonidan ishlab chiqqan Uzcard Pay degan o'sha ilovalar bor. Bularni integratsiya qilib, o'sha ular hozir bu narsani qo'llashni boshlashgan. Alternativamiz bormi desa, bor deymiz. Bor, buni kerak odam ishlata oladi.
ertaga Apple Pay, Samsung Pay kirib kelsa, qanaqadir bir qatlam bor, pionerlar deyiladi. Bular ishlatishni boshlaydi, targ'ibot kuchli bo'lib turib, Apple Pay, Samsung Pay ishlab ketishi mumkinmi desa, ha, katta ehtimoliyat bilan ishlab ketadi. Lekin buni oqibati nima bo'ladi desa, oqibati ko'proq komissiya to'lanadi, qulaylik yaratiladi, qo'shimcha servislar ishlaydi. Qo'shimcha servis deganda Apple Pay da Samsung Pay bular yangi pokoleniya bizneslar hisoblanadi. Bular platform oriented business deyiladi. Juda ham katta ekosistemasi bor, juda katta platforma bor va bu platformaga ulanganlar oson boshqa servislarga do'st bo'ladi degan. U servislarni masalan qaytadan yozib chiqish, qaytadan ko'tarish bir necha barobar qimmatga tushishi mumkin. Shuning uchun o'sha komissiyani hisobiga biz kattaroq auditoriyadagi servislarni olamiz. Masalan, ikkinchi tomondan keladigan bo'lsak, hozirgi kunda O'zbekistonda juda ham katta nima deydi, fokus bilan, diqqat bilan jalb qilinayotgan, zapus qilinayotgan produktlarga qaysidir ma'noda konkurent bo'lib qoladigan servis hisoblanadi. Masalan, QR to'lovlar bilan. Apple Pay, Samsung Pay kirib kelgan joylarda QR orqali o'tadigan to'lovlarni anaqasiga juda ham salbiy ta'sir qiladi rivojiga. QR juda ham arzon instrument hisoblanadi. Masalan, Apple Pay, Samsung Pay ishlamayotgan joylarga qaragan bo'lsangiz, e'tibor bersangiz, ularda QR yaxshi rivojlangan. Asosan Hindistonda juda ko'p QR to'lovlari nimasi bor. Hindiston, Xitoy juda ham ko'p ishlatishadi. Ozarbayjonni misoliga keladigan bo'lsak, Ozarbayjonda Apple Pay kirgunicha QRlar yaxshi ishlagan. Kirgandan keyin odamlar Apple Pay, Google Payga takliflarga o'tib ketgan. Bu texnologiya HCA deyiladi, Host Card Emulation degani. Bu platformani analogini o'zimiz ham qila olamiz, ishlata olamiz, lekin bozorni tayyorlab ishlatish bo'yicha Apple da Google da juda ham katta tajriba bor. Ular buni ustasi. Biz o'sha raqobatga tayyor bo'lsak, bemalol bozor ochiq. Bitta narsani qo'shimcha qilmoqchiman. Hozir o'sha kundalik yangiliklarni kuzatib boramiz O'zbek fintech loyihamizda. Bitta narsaga e'tibor berdim. Hozirgi paytda siz aytgan savolingiz bo'yicha bu shaxsiy ma'lumotlarni obработкасы, ya'ni qayta ishlash. Endi qayerda bo'ladi? Chunki bu serverlarni aynan O'zbekistonda bo'lishi, fizik jihatdan shu yerda bo'lishi bizni qonunchiligimiz talab qiladi. Lekin shuni bir paytni o'zida qonunchilik bor, lekin hali nima deydi, aynan bozor yoki shu infratuzilma tashkil qilinmagan. Bunga bir vaqt kerak, investitsiya kerak. Hozir yangi o'yinchilar kirib boryapti shu katta data centerlarni berishga, lekin yana o'sha payt aytishim mumkin, bu yerda biz qurishimiz mumkin, faqat buni tannarxi qanaqa bo'ladi. Ko'p o'sha Apple Pay, Google Pay bilan texnologiya, oblast texnologiyaga asoslanganda serverlar uchun u yerda ma'lumotlar tez almashadi va hokazo buni ham uyg'unlik qilish kerak bo'ladi. Bularning ham talabi bor, infratuzilmaga va hokazo. Ular ham iqtisodiy jihatdan qanchalik bu samaraliligini hisoblaydi. Endi uni istag qachon keladi, qachon kelmaydi deyish emas, qanchalik bu samarador biznes nuqtai nazardan. Chunki bu yerda ham prosta keldik, biza kirib ketdik bozorga emas, tam 10 kishi ishlatar, 15 kishi ishlatar yo'q. Aynan bozor bunga iqtisodiy jihatdan qanchalik tayyor. Uni ertaga biza, chunki bu loyihalar ko'p pul talab qiladi, investitsiya talab qiladi, tomonlari bor, xususan Markaziy bankning ham talablari bor, uni ham bajarish kerak bo'ladi, chunki regulyatorni ham hisobga olish kerak va bu ikkita uyg'unlikni qilish kerak. Nima dedim? Ikki tomon bu narsaga rozi bo'lish kerak. Ham regulyator, ham endi shu subyekt iqtisodiy jihatdan uni amalga oshirish uchun. Ikkinchi tomon shu to'lovlarni bizda keng yo'llashi, shu QR orqali to'lash yaxshi aytib o'tdilar, juda ham yaxshi vosita, instrument bu. Yanasiga bir insiderlik informatsiya aytishim mumkin, keyingi yildan shu barcha to'lov tizimlarini Markaziy bank ish olib boryapti. Yagona QR tizimi bo'ladi. Endi siz o'sha deylik umumiy ovqatlanish magazinlarga kirgan paytingizda har xil to'lov ilovlarini QR bo'ladi. Payme, uzunlar, endi bitta QR kod bo'ladi. Va siz xohlagan ilova orqali uni sizda qanaqa ilova bo'lsa to'lashingiz mumkin. Unda уже qanaqadir monopoliya yo'qoladi. Bu bozorda yanada rivojlanishga o'sha kontaktsiz to'lovlarni
kengayishga yordam bo'ladi. Chunki uje infrastruktura to'g'irlangan, bu narsa bo'yicha uje ko'p to'lov tizimlari bilan men o'sha axborot egaman. Nima deydi, muzokaralar olib borgan. Xudo xolasa keyingi yildan o'sha Markaziy bank tomonidan korxonangiz ro'yxatga o'tgandan keyin qana oladi. O'sha ro'yxatga sifatida avtomatik jihatdan o'sha soliq idoralaridan yagona QR kodni ham oladi. U bitta endi o'ylang, nechta to'lov tizimi bo'lsa, nechta agar o'sha mobil ilova bo'ladigan bo'lsa, to'lov qiladigan hammasi ishlaydi. Bu deganiki barcha o'yinchilar uchun ham sharoit bir xil bo'ladi. Unda uje har kimning infrastrukturasi har xil, o'sha har bitta merchant bilan o'sha borib shartnoma qilish shart emas. Demoqchiman, o'sha yagona to'lov tizimi QR bor va yana u jadallashtiradi bizni nima deydi, sohamizni. Shuning uchun menimcha bu uchun ham muqobil variantlar bor. Siz aytgan to'lov tizimi Apple Pay, Google Pay bizlar uchun ichkari bozor uchun talabimizga mos ravishda servislar bor. Shu bitta servisdan shu menimcha bizga bu servislarning kelishi hali unchalik darajada aholimiz uchun nima deydi, muhim emas deb o'ylayman. Bu narsa kerak-da, lekin massiv jihatdan buni ishlatish hali vaqt bor deb o'ylayman menimcha. Juda ham bugun zo'r podkastdan yangilik oldim. Bu juda ham chunki ko'pchilikni qiynagan bo'lishi mumkin. Misol uchun oddiy do'konlarga kirib bitta mahsulot sotib olsak ham, men o'zimdan to'lov qilaman yoki payme orqali to'lov qilaman desa, yo'q, tanlov bo'lishi kerak albatta. Lekin hozir siz aytgan yangilik agar keyingi yillarda bo'ladigan bo'lsa, menimcha juda ham aholiga qulaylik tug'diradi deb o'ylayman. Qo'shimcha fikrlaringiz bo'lmasa? Fikrlar ko'p, vaqt cheklangan, o'shaning uchun juda ham anaqani normani ushlashga harakat qilyapmiz. To'g'ri, chet eldagi platformalarni, chet elda resheniyalarni O'zbekistonga olib kirish yaxshi imkoniyatlar, yaxshi o'sishlarni olib kelishi mumkin. Unutmaslik kerakki, shu hech narsa tekinga bo'lmaydi. To'g'ri. Bir qanchadir to'la, masalan, PayPal'ni hamma yaxshi biladi, eshitgan, zo'r deydi. Lekin PayPal'ni oladigan komissiyonisi, o'shani xizmat haqisi, Apple'dagi, Google'dagi, buni ham masalan o'sha bizdagi merchantlar, bizneslar, to'lovchilar ko'rsa, masalan, o'sha boshqacha fikrlashni boshlaydi-da. Ayniqsa masalan, boshida nima deydi, qiziqib ko'rib ishlatib ko'rishi mumkin. Haqiqatan zo'r servislar, zo'r imkoniyatlar beradi. Masalan, chet elda Checkout bor, Stripe bor, PayPal, Alipay va hokazo juda ko'p tizimlar bor. Qaysi O'zbekistonga hozir ko'proq kirib kelib turib, katta imkoniyatlar ochadi desa, masalan, men o'ylaymanki, chem Apple, Google'dan ko'ra Alipay, WeChat'lar masalan O'zbekistonga kattaroq qiymat olib kelishi mumkin. Chunki ularda o'sha xizmat ko'rsatish narxlari juda ham kam va bizdagi bozordagi integratsiyalarga, bizdagi bozordagi bor bo'lgan infrastrukturaga ko'proq mos keladi. Bular nisbatan yangi texnologiyalar, yangi integratsion kanallar hisoblanadi. Ko'proq odam bor yo'da, ko'proq kattaroq infrastruktura bor. Lekin cheklash kerak emas. Otabek aytgandek, imkoniyatni ochib qo'yish kerak, yaratib qo'yish kerak. Kimda yangi servis bo'lsa, yangi integratsiyalar bo'lsa, kelib turib boyitirish kerak bozorimizni. Bugungi umuman podkastimizda umumlashtirib bitta savol bermoqchi. O'zi umuman yaqin yillarda fintech, O'zbekiston fintechini qanday ko'rasiz kelajagini qisqa qilib aytganda? Nima deysiz? Juda yaxshi savol. Umuman o'sha ishtirokchilardan so'rayman-da doimo. Sizlarda gorizont planирование, rejalashtish gorizonti qancha? 3 yilmi, 4 yilmi? Otabek, biz sizga ochiq aytishimiz mumkin. Xohlagan fintech kompaniya 1 yil, 2 yilgacha gorizont qilish mumkin, dastur reja qilish mumkin. Sababi tendensiyalar bilan juda tez. 1 yildan 2 yildan qanaqa texnologiya keladi, qanaqa texnologiya qo'llanadi va qanaqa talablar juda ham illanmashib boryapti. Dasturlar, programmalar, servislar bunga moslashishi shiddat bilan boryapti. Shuning uchun bugun ishlatgan texnologiya balkim 3 oydan keyin o'zi eski bo'lishi mumkin. Bu bir. Ikkinchidan, meni fikrimcha, umuman fintech bora bu ekotizimlarga aylanib ketish kerak. Hozir shunga tendensiya sezilyapti. Igroklar, o'sha o'yinchilar birlashishni boshlaydi. Chunki kichkina o'yinchilar bozorda o'zini ushlab turishi uchun
o'zida qanaqadir bir tirgak bo'lishi kerak. O'sha deylik banklar bilan kichkina startaplarni birlashishi, servislarni ekosistemaga birlashishi. Ikkinchidan bizda hozir o'sha aynan P2P, ya'ni jismoniy shaxs bilan jismoniy shaxs orasida ko'p nima deydi tranzaksiyalar bo'lishi, jismoniy shaxsni biznesga to'lovi ko'proq bo'ladigan bo'lsa, keyingi tendensiya bu B2B, ya'ni B2B ning fintechda bo'lishi. Ko'p kichik va o'rta biznes endi hozir biz deylik karta bilan ishlatsak, ertaga o'sha bu ilovalar bilan ko'proq biznes ishlatishi, biznesga taalluqli bo'lgan servislarning ko'payishi bo'ladi. Uchinchi tomondan bizda hozir SaaS bor, service as service degan. Hozir ba'zi направленияsi ko'proq bo'lib, ya'ni bank как infrastruktura bo'ladi. То есть u yerda litsenziya bor, infrastruktura bor. Ko'p holatda yangi servislar shuni ishlatgan holda fintechni produktlarni bozorga olib kirishadi. Chunki texnologiyalarga kelgan investitsiya qilish har kuni qimmatlashib boryapti. Talablari juda kengayib ketyapti. Bozorga mahsulotni tez chiqarish uchun kollaboratsiya, ya'ni bir nechta o'yinchilar birlashishi kerak bo'ladi va shu orqali fintech o'sha ekotizim sifatida kelishi kerak. Chunki odam shu bitta приложение bilan kirdimi, ko'pgina o'zini ehtiyojlarini qoplash kerak, talablarini. To'lovlar, davlat bilan aloqalar, shu deydi, hozir bizning davlat xizmatlariga o'sha to'lov tizimlarini ichiga integratsiya qilishga ruxsat berildi. Menimcha bu kelajak, chunki aynan biza xohlagan to'lov tizimi orqali davlat xizmatlarini to'lasak agar, unda kredit olish, kreditni so'ndirish va hokazo va hokazo, menimcha bu o'sha fintech sohasining kelajagi deb o'ylayman. Rahmat. Endi juda ham bir dolzarb savol, juda ham o'z o'rnida. Otabek yaxshi ta'riflab berdilar. Men qo'shimcha qiladigan narsam qanaqa, eng birinchi o'zgarishga, adaptatsiyaga moyil bo'lgan sohalardan bittasi hisoblanadi fintech. Nima yangi narsa keldi? Chunki pul bilan bog'liqda. Pul har doim qiziq, pulni har doim tejash kerak, puldan har doim oqilona foydalanish kerak. Hozir masalan bilamiz, O'zbekistonda odamlarning qo'lida bor bo'lgan va bu tizimga kirmagan pul borda. Qanchadir katta pul bor. Hech kim bilmaydi qanchaligini. Masalan biz aniq bilmaymiz, taxmin qilamiz faqat. Agar bu pullar kirib kelishni boshlasa, infratizimga kirib kelishni boshlasa, O'zbekiston uchun, odamlarning o'zi uchun, bizneslar uchun, har qanaqa stakeholder uchun, har qanaqa ishtirokchi uchun bu juda ham katta potensial bo'ladi. Men o'ylab turgan narsam, kelajakda fintechning oldidagi eng katta bir vazifalardan bittasi o'sha segmentni, o'sha bozorni tezroq o'sha bozor bilan kelishib olish. O'sha bozorga shunaqangi takliflarni ishlab chiqish kerakki, u yoqdagi talabni bajarish. Masalan, unbanked segmentdagi auditoriya uchun mahsulot berish. Masalan, Alipay, o'sha Ant Group deydi, ularni tepasidagi kompaniya, to'g'rimi? To'g'ri. Ant Group oldidagi bitta zadacha bor. Ular hozirgi kunda 2022-yildagi ma'lumot adashmasam 2 milliarddan oshiq yerda unbanked auditoriya bor. Dunyodagi unbanked auditoriya 2 milliarddan oshiq. Shuni masalan nechidir 10 milliondan oshiqroq qismi bizada, O'zbekistonda deydigan bo'lsak, Ant Groupni oldiga qo'ygan maqsadi yaqin kelajakda o'sha 2 milliard auditoriyaga chiqish. Hozirgi kunda 1 milliarddan oshiq, lekin ular oldiga qo'ygan maqsadi 2 milliard unbanked segmentga chiqish. Ularda juda ham ko'p o'sha AI injenerlar ishlashadi, AI bilan ishlayotgan mutaxassislar bor. Ular shunaqangi produktlarni juda tezlik bilan yaratishyaptiki, yaqin kelajakda natijasini ko'rishni boshlaymiz ularni. Ular unbanked segmentda hamma joyga kirib boryapti. Nimaga desa, ular u auditoriya bilan ishlashni biladi. Banklar faqat bankdagi mijoz bilan ishlashni bilsa, bankka kelgan, uni tanigan, KYC dan o'tgan mijoz bilan ishlashni bilsa, Ant Group KYC dan o'tmagan odamlar bilan ishlashni o'rganishni boshladi. Nimaga desa, ular boya aytganimizdek asosiy tamoyillardan kelib chiqyapti hammasi. Odam ehtiyojlaridan kelib chiqib, o'sha bozorga mahsulot berishni boshladi.
fintech O'zbekistonda bo'ladimi, boshqa joyda bo'ladimi? Yaqin kelajakdagi o'sha oldiga qo'ygan katta yutuqlardan bittasi o'sha o'zini auditoriyasini kengaytirish bo'ladi. Buning uchun har xil yangi produktlar ishlab chiqarilishi kerak bo'ladi, yangi integratsiyalar kerak bo'ladi. Va yangi pokoleniyadagi platformalar chiqadi. Bu qanaqa deb o'ylaydigan bo'lsa, mana bizning analizimiz bo'yicha shunaqangi platforma chiqadiki, agnostik degan tushuncha bor. To есть bog'liq bitta joyga bog'liq bo'lmagan adres deyiladi. Mana masalan, hozir aytdik biznes desak, biznes masalan qayerdadir registratsiyadan o'tadi. Xohlagan vaqtda adresini ko'chirishi mumkin. Xuddi shunaqa shotini ko'chirishi mumkin va xuddi shunaqa o'zini boshqa rekvizitlarni o'zgartirishi mumkin. Shu nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsa, masalan, hozir bizda bor, telefon nomeringizni bitta kompaniyadan ikkinchi kompaniyaga ko'chirishingiz mumkin, saqlagan holatda. Shunaqangi yangi platformalar chiqadiki, siz bankka bog'liq bo'lmay qolasiz. Sizga bank kerak, lekin bas texnologiyasi ishga tushgandan keyin siz уже bankka bog'liq bo'lmaysiz. Siz qaysidir xizmatlaringizni A bankdan olsangiz, qaysidir xizmatlaringizni B bankdan olishingiz mumkin bo'ladi. Va buni hammasi bitta platformada bo'ladi. Keyin MTN degan narsa chiqqan, multi token network degan narsa chiqqan. Mastercard hozir buni testdan o'tkazishyapti. Adashmasam 3 ta 4 ta davlatda bu implementatsiya qilindi. O'tgan yilgi ma'lumotlarga ko'ra, davlatlardan bittasi Qozog'iston edi. Mana hozir ma'lumot yo'q, Qozog'istonda bu ishga tushdimi yo'qmi? Lekin Qozog'istonda bu narsa ishga tushadigan bo'lsa, bu bank sohasida yangi model hisoblanadi. Bu boshqacha qoidalar, boshqacha bozorga berilayotgan yangi taklif, yangi mahsulotlar hisoblanadi. Fintechda oldida yaqin yillar ichida juda ham katta o'zgarishlar kutilyapti. Buni nimaga hozir bo'lmayapti deyiladigan bo'lsa, bu narsa ishga tushib ketish uchun o'sha fundamentlar tayyorlangan, hozir qanaqadir joyda regulyatorika qilinyapti, qanaqadir joyda yana nimalardir bu aytganimizda AI bilan bog'liq bo'lgan narsa bor. Yana nimalardan sira yoniga bitta narsani qo'shmoqchi edim. Bu o'sha kvantoviy prosessorlar, kvantoviy serverlar. Hozir qanaqadir laboratoriya sharoitlarida ishlagan bo'lsa ham, yaqin kelajakda kvantoviy prosessorlar amaliyotga joriy qilinishi boshlaydi. Va bu yoqda ma'lumotning obrobotkasi hozirgidan ko'ra yuzlab barobar tez bo'ladi. Bu degani xizmatlardan foydalanish narxi arzonlashishi boshlaydi. Tezligi oshadi. Siz xohlagan narsani mgnovенно sizga berishni boshlaydi. Undan tashqari hammamiz eshitganmiz, Neuralink degan anaqa platforma produktlar tayyor bo'lishi boshlaydi yaqinda. Neuralinklar kelgandan keyin tarjimonlarga masalan ehtiyoj kamayadi. Siz bir vaqt o'zida ikkinchi joyda turgan odam bilan bog'lana olasiz. Starlinkga ulanadi, masalan Neuralink Starlinkga ulanib, Starlink orqali alohida ekosistemni masalan yaratyapti. Amerikadagi kompaniya. Bular kirib kelishni boshlaydi. Bu narsalar hammasi olinadigan bo'lsa, kelajakda fintechga ta'sir qilmay qolmaydi bular ham. Albatta. Bu degani global produktlarni ta'siri O'zbekistonga ham kirib keladi. Va bunga kim tayyor bo'lsa, hozirdan o'sha integratsion adaptatsiyalarni kim vaqtliroq tayyor qilib ulgursa, ular bozorga tezroq ommalashadi. Bitta qo'shimcha bor. Qanchalik fintech zamonaviy bo'lmasin, texnologiyalar ilg'or bo'lmasin, oxir oqibatda uni foydalanuvchisi aholi fuqarolar bo'ladi. Bunda ularni moliyaviy savodxonligi juda ham muhim bo'ladi. Chunki siz qanchalik zo'r texnologiya bermasangiz, aholini moliyaviy instrumentlar to'g'rida foydalanishi, ularga bilimga ega bo'lishi, shu tendensiyalarning bittasi bu investitsiya ertaga bo'ladi. Shu fintech sohasida aholini o'sha o'z pul mablag'larini boshqarish juda muhim, chunki bu kelajakda o'sha ayni O'zbekiston hududida demoqchiman, chunki ko'p holatlarda aholini qo'lida naqd pul saqlanib qolgan, har xil taxminlar bor, lekin bu juda katta pul tashkil qiladi. Aynan shu fintech ertaga mana shu pullarni naqdsiz protezga aylantirib, ularni ertaga sarmoya qilish, to'g'ri jamg'arish, ularni to'g'ri sarf qilish uchun muhim omil hisoblanadi. Bunda o'sha o'yinchilarni aholini o'sha fingramni aholini o'sha moliyaviy savodxonlik oshirish ham juda ham muhim. Chunki ertaga shu foydalanuvchilar tayyor bo'lishi kerak shunaqa platformalarga, shunaqa servislarga. Uni ko'r-ko'rona tatbiq qilsangiz, lekin agar undan foydalanuvchilar soni kam bo'lsa, lekin unda ishlatmasak, uni foydasi yo'q.
shuning uchun har qanday yangilik, har qanday o'sha innovatsiya deylik o'sha so'nggi iste'molchini talabdan kelgancha qanday aytish kerak, потому что ular chunki ular uni ishlata bilishi kerak, undan foydalana bilishi kerak, undan o'sha samarali ishlatish qilgandan keyin u o'sha soha rivojlanadi, o'sha produkt rivojlanishi mumkin bo'ladi. Menimcha shu birinchi navbatda o'sha aholini shu texnologiyalarni ishlash, o'sha finansiy, grammatik, moliyaviy jihatdan bilishi juda ham muhim deb bilaman. Demak, albatta fuqarolarning fikri ham bunda juda muhim. Nimadir kirib kelishidan oldin albatta demokratiya. Albatta fuqarolarimiz fikri o'rganilishi kerak demoqchisiz. Da, o'sha bilimga ham ega bo'lish kerak. Buni o'zidan o'zi bo'lmaydi, o'sha vaqt kerak bo'ladi, chunki ular ham o'zining talabi bor, ehtiyoji bor va hokazo. Menimcha yangilik o'z yo'li bilan, lekin o'sha aholini ham bunga tayyorlash juda muhim. Mana shunaqa. Siz bilan Fintech Gap podkasti bo'ldi. Bugungi mavzuyni mutaxassislarimiz juda ham chiroyli tarzda ochib berishdi. Agarda sizda ham suhbat yuzasidan savol va takliflaringiz bo'ladigan bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Salomat bo'ling. Rahmat kattakon. Rahmat, e'tiborlaringiz uchun. Sog' bo'ling. Salomatlik.